أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى القول في الكفارات المسكوت عنها yuqorida o'tib ketgan bab oyat hadislarda ko'rsatilgan kaffarat jazo to'g'riliq kelgan. Ma bab oyat hadislarni kelmagan, lekin shuningga qiyos qilib baqib kaffarat keladi deyilib baqqan masalalar to'g'rida bahs qilgan bo'lgan. فنقول إن الجمهور اتفقوا على أن النسك ضربان. يعني haj faaliyeti değil mi? Nusuk diye asli ibadet yan buldu. Lakin bir yerde haj faaliyetleri, haj ibadetinin faaliyetleri iki türlük buldu. Bununla Cumhur İttifakı dedi. Nusukun huve sünnetun muakkede. Bir türe bu sünnet muakkede karıldığın faaliyetler. Ve nusukun huve muragabun fihi. İkincisi tergib kılındığın, yani mustahab da karıldığın, yani mendub, mustahab, yani muragab fihi deb qaraladigan faoliyatlar. Asli bu sunna muakkada deganimi toza dalil bir istiloh emas bu. Chunki Rasululloh payg'ambarlik kelgandan keyin necha qadim qilgan bo'lsa, har hajida shuni qilgan bo'lsa, sunna muakkada bo'ldi. Endi umra desak, ma'qul umra 4 qatim umra qilgan, uni qilgan bo'lsa, bu sunna muakkada. Yani bu haj faaliyetlari bu ikki turdan bo'linmaydi albatta. Hajning faaliyetlari arkan oldu, vacibat oldu, sunna muakkada oldu, ondan mustahabbat oldu. Ama lekin bu yerda arkanni chiqarib o'tib degan gap ma. Ikkiga bo'lash, albatta arkanni chiqarib o'tmasa sunna muakkadadir. Bu ikkisidan iborat bo'lmaydi. Albatta, ana bizda sunna muakkadaga masalan qam kelmaydi. Sunna muakkadani bizni topib vacib qildi. Vacibni tark qilgan qildi. Hadi sunna muakkad degan Rasululloh izchil qilgan har qatam shu umra qilganda, qilgan chaqda qilgan ishlar desak, buning ishida ma'qul. Davomli qilib kelgan ishlarning ishida vojibotlarim bor desak. Qam keldi degan. Bo'lmasa bu qamlashmaydi. Yo'q, Rasululloh davomli izchil qilib kelgan ishlar yana aqisan yaxshi deb targ'ib qilingan ishlar deb ikkiga ayirish mumkin deydi. Talladi va sunnatun yajib ala tarki damma. Buni qilmay tashlatgan kishiga qon keladigan sunnat bo'lsa degan vojib degan. Ya'ni bir mazhabning usulida vojib degan narsa shu. Yani qon keladi deydi. Sunnat deganga tashlatsa qon keladi deydi. Ya'ni vojibni tashlatsa qon keladi yani bir mazhab. Li'annahu hajjun naqis. Chunki bu hajning bir sunnatini tashlatgan bo'g'achqa haj naqis bo'lib qoldi. Shundan bu qon bilan tuzilib ketadi. Asluhu al-mutamatti'u wal-qarin. Buni nimaga qiyos qilinmaysa, masalan bir sunnatni tashlab o'tibdan, so'ndan buning qon keldi degan bir xil qiyos qilsak, nimaga qiyos qilinmaysa, mutamatti bilan qaringa. Ikkisi hamda ayrim haj ya ayrim umra qilmay ikkisini juplab qilgan bo'g'achqa, ayrim butun bo'lmay ikkisini juplab qilg'achqa bir kamtuklik va bo'g'achqa buning qon keldi. Undan keyin odatda hajninki sunnat bo'lgan, ya umrning sunnati bo'lgan bir faoliyatni tashlatsam, mush ikkisi qiyos qilib qon keldi deymiz deydi. مقيس عليه متمتع القارن مش قياس قلده. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من فاته من نسكه شيء فعليه دم. ابن عباس رضي الله عنه'dan muşunda diğerlikler rivayet kılıngan. Yani haj faaliyetinden, haj umr faaliyetinden qanday bir faaliyet qo'ldan ketib qilolmay qolgan bo'lsa, uni qon keldi. Nusuki degandan mishada, xudoy vojib faoliyatlar. Sunnatda kelgan shu vojib faoliyatlar ko'z tutildi. وأما الذي هو نفل فلم يروا فيه دما. أما نفل olan mustahab, muragab fihi degan mush faoliyatlarni tashlab qo'ysa, qilmay qolsa, uni qon kelmaydi deb qaragan olimlar. ولكنهم اختلفوا اختلافا كثيرا في ترك نسك هل فيه دم أم لا. Lekin ular har bir faoliyatda bir-birlab ixtiloflashdi deylar. Her bir faaliyette bir-birler ixtiloflashdi. Undan ixtilof bor, yani her bir faaliyetni tashlab qo'ysa, ayrim bir qon kelamdi, kemmam. Bunda ixtilof bor. Her bir faaliyetlerin. Bir faaliyetni, haj faaliyetinin bir faaliyetni, yani her birida demakchi, her birini tashlab qo'yishda qon kelamdi, kemmam deb ixtiloflashdi. Va zalika ixtilafihim fihi, hal huwa sunnatun aw naflun. Demek her bir faaliyette ixtilof bor. Nima uchun? Bu faaliyet sünnetmi, naflmi deganda aslida ixtilof bo'lganlikdan, ondan har birida shu sababdan ixtiloflashdi. Agar sunnat desa, ya'ni bizning mazhabga vojib degan hukmdagi sunnat desa, uni tashlab qo'ysa, qon keladi. Ya u darajadagi sunnat emas, mustahab ishda desa, o'sha qon kelmaydi.
وأما ما كان فرضا فلا خلاف عندهم أنه لا يجبر بالدم. Farz degeni hazır rukun degan. Ma jumhurning qarshi farz vojib degeni rukun. Yani mushu bo'lmasa, zada mushu qilmasa ajr bo'lmaydi. Qan qismi o'rin to'lmaydigan, umrisi umri bo'lmaydigan ish. Demak, yani nusukning ichida farzlarim bor mana. Yuqorida ikkilam bo'ldi deydi-ku. Ikkilam bo'lmaydi. Farz bo'ladi, vojib bo'ladi, sunnat bo'ladi, bundan nafl bo'ladi. Bizim mazhabda rukun deb ishlatadimi? Bizning Arabiy mazhabda rukun deydi. Rukun degan kelini ishlatadi. Ha, unda boshqa mazhablar rukun deganning o'rniga farz vojibni ishlatadi. Masalan, arfa tutirish, tavaful ifoda yoki ihrom bog'lash degandek, ya tavaful qudum. Wa innama yaxtalifuna fil fi'l al-wahid nafsihi min qibal ikhtilafihim hal huwa fardun am la. Demak, har bir ishda bular aslida bir ixtilof bor. Bu farzmi, ya sunnatmi, ya naflmi deb. Farz desa, uni qurbonlik qilinmi, tutmaydi, u qilmaydi. Vojib desa, bu yani sunnat, vojib deganda u chaqda qurbonlik qilsa tuzilib ketadi. Demak, aşı bir ishni nima bu ruknimi yoki vojibmi deganda ixtilof bo'lganlikdan andim bu yerda talash kelib chiqadi. Wa amma ahlu zohir fa innahum la yarawna daman illa hayth warada an-nass li tarkihim al-qiyas. Zahiriylar bu qiyasni ammaganlik uchun aş oyat hadis kelganlam yerda o'sha qon keldi deydi. Undan boshqa ahvolda qon keladi demaydi. Qiyas qilmaydi. Va bi xosatin fil ibadat, bular ibodatda. Ibodatda adat qiyas ojiz. Muomalada belki bo'lib qoldi, lekin bu zahiriylar adat qiyasni dalil deb qaramaganlik uchun qilmaydi. İbadet tehmi qilmaydi demoqchi. Va kadalika ittafaqu ala anna ma kana min at-turuki masnunan fa fa'ala fa fihi fidyatul adha. Yani olimlar ittifoq keldi. Ma ishni qilmaslik kerak degan, qilmaslik vojib degandek, yani tark qilish vojib deb qaralgan bir ish bo'lsa, andın bu qimma degan ishni qilib salsa, bu chaqda andın shu qon keldi deydi. Yoki fidyatul adha, bir qurbonlik qilamiz, ro'za tutish, tamoq qurish degandek. Va ma kana muraghaban fihi falaysa fihi shay. Yani ittifoqga o'rin mustahabbat ish bo'lib qolsa, uni qilinmay qolsa, qil deganni qilamasa, qilmaslik mustahab deganni qilsa masalan, hech gap bo'lmaydi. Va ixtalafu fi tarki fi'lin li ikhtilafihim hal huwa sunnatun am la. Endi bular yani ixtiloflashdi deydi. Bir ishni tashlab qolsa, qani kalamlik hamman bu deb ixtiloflashdi. Lekin buning manbasi nima? Shu ish sunnatmi, nima deb ixtiloflashgandan keyin sunnat desa, u chaqda uni tashlab qolsa qani kelibdi. Sunnat emas desa qani kelmaydi. Shu nimaligini ixtiloflashgandan keyin uni qilmasa qani kelani kelmamdi deganda ixtiloflashdi. Va ahlu zohiri la yujibuna al-fidyata illa fil mansus alayh. Yani ma'ni qimma degan ishdimmi? Ma'ni qimma degan bo'lsa, qilsasan qon kirdi degan bo'lsa, shu oyat hadis kelgan ishlar bilan qon kirdi. Ammo undan boshqa qimma degan ishlardan qilsas qon kirdi deb qiyos qilmaymiz. Yuqorida qil deganda qilmasa qon kirdi degan masala o'xshaydi. Qimma deganda qilsasa, shu oyat hadis kelgan ahvollar bilan qon kirdi, boshqa ahvolda qon kelmaydi deydi. ونحن نذكر المشهور من اختلاف الفقهاء في ترك نسك يعني في وجوب الدم أو لا وجوبه من أول المناسك إلى آخره. Yani biz alimlarning her bir faaliyet nuskin degani her bir faaliyetda qon keladi, kelmaydi deb ixtiloflashgan masalalarning eng mashhurlarini aklimiz deydi. Aşağı faaliyetin beşini tartıp ahir kadar bayan kılıp ödülmez. Bir-birler deydi. O nusukin vahidin deb ibaret sürdüğün amalı. Bu degenen bir-birler degen ma. Bu konularının ibaresi iken. Hazır bunda işletmeydi. Demek biz baştan tartıp hazır ma işine kılış gerekti kımmada kan kilamda. Ma işine kımma degende kıpsaldı. Bunun kan kilamda deb ayet hadis kemmigen ahvallarda kan kilidi kemmeydi demigen ayet hadisde. Bunda ahvallarda aşında bir iş bulup kalsa kan kiriş kemmaslik meselesini biz bayan kılıp ötümez deydi. Baştan ahire kadar. Ve kederke fi fi'li mahzurin mana çeklenge işladı mı kıssasa kan kilam kemmamdu degende. Yani ayet hadis kemmigen ahvallar. فأول ما اختلفوا فيه من المناسك من جاوز الميقات فلم يحرم. Hem de faaliyetlerden dastlab qilib ixtilof bo'lgan masalaning biri miqatdan ihramsiz o'tib ketib qolgan odam. Miqat kelgan chaqda ihrom bo'lib ma'sh kerakdi.
Hal alayhi daman endi birisi miqatdan ihrom bağlamayla o'tib ketibdi. O'tib ketgandan keyin buni qon kiramdi, kammamdi. Oyatda bunda o'tib ketsa, ya hadisda qon kildi demadi. Degan bo'lsa, mansus deb yuqorqi battu deydi. Ay demagandan keyin buni nimada boshqalarga o'xshatib qolganda o'xshatmamdi. Faqala qawmun la dam alayhi. Bir ko'rib olimlar uning qon kelmaydi debdi. Va qala qawmun alayhi dam va in raja'a. Yani bir ko'rib olimlar o'tib ketib bo'lib miqat yani qaytib kelib shu yerda ihrom bog'lab mangan bo'lsa yani qon keldi debdi. Yani baribir qon keldi demoqchi. Va qawli Malik va ibn al-Mubarak. Bu Imom Malik bilan Abdullah ibn Mubarakninki qarishi ekan. Abdullah ibn Mubarak hanafiy bo'lsa. Imom Abu Hanifa'ning shogirdi. Taqvodor, mujohid, fazilatli kishilarning birisi. Buni hamma olimlar hurmatlaydigan. Bir yil haj qilib, bir yil jihad qilgan. Fudayl ibn Ayadga ya Abid al-Haramayn deb she'r yozgan. Lekin Abu Hanifa'ning so'rinda unda 5-6 qatorda o'tirgan talib. Ahli hadis hisoblanadi. Hadis rivoyat qilgan. Wa ruya an-Thawri, Sufyan al-Thawri'dan shunda qarash rivoyat qilinibdi. Wa qala qawmun in raja'a ilayhi falaysa alayhi dam. Firgor bağımlar onun ötep ketip qalgan bolsa, g'achida miqatlarni yelib kelib, shu yerda ihrom bog'lab mansa hech gap bo'lmaydi. Va qawli Shafi'i va Abi Yusuf va Muhammad va mashhur qawli Thawri. Demak, Thawridan ikki xil qarash ketgan. Birisi Imom Malik Abdullah ibn Mubarak bilan, birisi Imom Shafi'i ustoz bilan. Wa qala Abu Hanifa in raja'a mulabbiyan fala dam alayhi. Endi Imom Abu Hanifa shu o'tib ketib berib bo'lgan joydan shu joydan ta talbiya to'lgan holat qaytib, endi nima qilsa, o'chada mulabbiyan degan talbiya to'lab, lekin miqatdan ihrom bog'lamadi. Miqatga qaytishda talbiya to'lab qaytsa demakchi. O'chada qon kelmaydi. Va in raja'a ghayra mulabbiyan kana alayhi dam. Talbiya to'lmay qaytsa o'chada qon keldi deb. Va qala qawmun huwa fardun va la yujbiruhu bid-dam. Yani bir görüp olimlar bu xuddi rukun yoki farz. Qon qilish bilan uni tuzlab qo'yilmaydi. Raja'a degan miqatni o'tib ketib, shu miqatga qaytsa demak. Qaytgan vaqtda talbiya etdi. Ha, qaytgancha miqatga ketib o'tib, bu talbiya to'lab mansa demak. Endi mush masalada mana hozir bu hamma qarashning egilarini atab bo'ldi mana. Nima qavmning hammasini ismini atab bo'ldi inshaalloh. Mush masalada ulatda bir nas kelmagan. Ya Rasululloh hadisida, ya oyatda masalan. Bak sahobaning so'zlari bordi, tabiinlar bordi, lekin nas darajasida bir nima kelmagan. Shuna mush babda bayon qildim. Endi bu amaliyotda mush yangilarak nimasini olsak bo'ldi. Nas kelmagan ekan. Vaqtalafu fi man ghasala sahu bil khitmi. Xitmi degan bir xil o'simlik. Uyg'urcha balki buning ismi bordir. Bir vaqtda masalan badanni yuydigan, ba'zi o'simliklar bor. Ashunda qachiydigan ba'zi o'simlik masalan. Boshqami? Qazan yug'ishdak narsa bor. Shunga o'xshash hamda ya adrasmandak masalan-chi. Ayda bir o'simlikda badanni yuvsa, burunqi zamonlarda so'pinning o'rni bo'ldi. Badanni obdan tozlaydigan bunday narsa. Belki bunu azrak fırkımı buldu mu? Üstünlük olan degan elbette fırkımı buldu. Şuna mı ya da hazır mesela asli ehram olan işki kuşpırak işletiş şeklinde temaz mı? Şu yerden kelip çıkıyor. Beşine bu mesela adet zamanının şamposu geldi. Çaşını yuydular. Şu yuguşta şu üstünlükte sudan yuysa çaşını obdan tazlaydigan narsa. Faqala Malik ve Abu Hanife yeftediyana. Abu Hanife ile Malik muşunda qilgan ahvolda bir fidye to'laydi. وقال الثوري وغيره لا شيء عليه ايش gap bo'lmaydi. Bular da odatdagi bir xushpiraksiz o'simlik qubo deb qarab. ورأى مالك أن في الحمام الفدية. حمام emas. الحمام yani muncha kirsa ihramli holatda muncha kiribdi. Muncha kirgandan muncha burunqi muncha qanday sen qattiq kirib ketgan chaqda kirib toza shu kirni tozalab pak bo'lib chiqadigan munchalarni. Ihramli holatda ihramdan chiqib bo'lib sen ondan qado tafat qilsa. Chunki oyatda val yaqdu tafatam degan ekan, ya'ni tashibda qurbonlik qilib bo'lib ondan qado tafat qildi, tozlik qilding badan, butun tozlik qildi. Hozir sen ihramli holatda tozlik qilsag'in bo'ldi deb Imom Malik fidikildi debdi. Fidi nimatta? Ya bir qo'ydi, yoki ro'za tutish, yo tomoq berish. Ve ebahul ekterun. Köpçülük alimler bunçaksız bulardı depti. Yani ayette qada tafat deb unda ehramdan cheklangan ismiydi. Tırnak qilish, ba'zi charch, tuklan tozalash, tozlik qilish, badan tozligini qilish ma'nosida ko'zda tutilgan. Odatda ma'lumlar bunchasini pokizlab san hech gap yo'q debdi.
وروي عن ابن عباس من طريق ثابت دخوله ibn Abbas radhiyallohu anhudan yani sahih yolu bilan ihrom bog'liq holatda muncha kirganligi rivoyat qilingan edi. ibn Abbas aytdi Alloh taoloning maynatlikni talab qilmaydi. Yani ibodatda maynatlik ko'zlangan narsa emas. Pokiz unda to'g'ilsa deb ihromlik holatda muncha pokizlanib chiqdi ekan. Endi hozir biz normal ahvolda muncha kiramiz. Burunqidek u to'pchangda 15 kun 20 kun unda atılgan safar qilish yo'q. Burunqidek unda beden mehnat bo'lib ketmaydi. Lekin shunda nima hozir mesela talab siqilib ketsak, bak qattiq ulab yurib ketmaychaysan. Menda qilmay shu shart qilib salqinda yunvetsak bo'ldi. Yoki janobatda bo'lsa shunga loyiq yunvetib bilan chiqsa bo'ldi. Beden tazliq qilgan shaklda qilmay. Çünkü bek ulab yurib ketsa chashlar qo'malab chiqishi mumkin. Bunda bir xil shaklimiga yo'lab qolmaylar deymiz. Vel jumhuru ala annahu yaftadi man labisa min al-muhrimina ma nuhiya an libasihi. Yani ko'pchilik olimlar ihrom bog'lagan kishilar odatda kaysi cheklangan kiyimlarni kiyib qolsa, bunda avvalda kiygan kishi fidya to'laydi. Mesela odatda kiydigan kiyimini kiyib olibdi. Bazı acımlar asmaykısını kiyvalıdı, köser kiyvalıdı, ya işten kiyvalıp, ahrim ögep, bunda kılığa falan. Ya beşiğe atılmak kiyvalıdı mesela. Bunda kıparsa kan kılıdı, ya ki fidyemde. Kan, ya ki roz tutuş, ya ki tamak güzüş. Köpçülük alimler şunda da kardı dedi. وَاخْتَلَفُوا اِذَا لَبِسَ السَّرَاوِيلَ لِعَدَمِ الْاِزَارِ Bel astığı yögeydiğen, yögek bulmağa çıka, bel astığı yögeydiğen ihramlık bulmağa çıka, İşten kiyvasa, bu kan kelamda kemmamda diyende ıslap var dedi. Fakal Malik ve Ebu Hanife yeftedi. İmam Malik ve Ebu Hanife fidye tülaydı dedi. Ve kâle Thawri ve Ahmed ve Ebu Thawr ve Davud bula la şey aleyhi idâ lem yecid izaran. Bel astığı yögeydiğen yögeydiğen tapamlısa işten kiyvasa hiç yapılmaydı dedi. Ve umdetu men mena'a en nehyul mutlaku. Yani bu fidye kildi onda kes bombaydı diyenlerinin asaslanan delili hadis tikagen keymeydi diyen mutlak çekleme. Ve amdatu men lem yara fihi fidyeten hadis Amr ibn Dinar an Jabir ve ibn Abbas radıyallahu anhum kâle semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul es-sarabidu limen lem yecidil izara vel khuffu limen lem yecidin na'leyn. Bu muttafakun aleyhi hadis. İzar tapanmağalar, bel astığa yögek tapanmağalar, işten keyson, üstü üç keş tapanmağalar, ötek keyson digeriz. Yani tapanmağanlıken bana keyse demek için. Demek bu yok çağda ama şu keysen maylarga ruhsat. Bana desem ama seyyadis boğanlıken, bu bir kensilik boğanlıken, yok boğanlıken, kan kildo da turamay, şu İmam Ahmet'ninki, şu kardeşin asap buldu. Müşku ma tutusa mutlaka Ya mağdan da mağ keysundu da bu birinci karışçıklar mağdisini düşünüşte yak bunu ya birincisini tercih kılamaz mağanele mutlaka ya ki keysundu da mağla hiç buludu diken kankılık andın buludu da bunu düşüneyim olsun. Yani bu şunda ahvalda keysimi hiç buldu lekin kurbanlık kılışı gerek. Çünkü kurbanlık kılış aliminde başka disi boğan diken kurbanlık ama da geldiğinde ibadet düşünmez diken. واختلفوا في من لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين. Bu yukarıda ötebeketken meseleler mi şu? Diken ma bakı münasip boğaçka kayıtta bırakıtım tılgalıp ötebeket. İşte o çıkış kaş baken ihramlık halatda kiydiğanga. Şunda toroluk hem de ötege konculuk kaş kiyipti betinge mesela. Bu çağda onun tutan kilamlık hem oldu. Fakal Malik aleyhil fidye. İmam Malik bu çağda fidye kildi o. Çünkü batıroluk kiyvaldı bu. Bu çekildir ayakımda da. Ve kal Ebu Hanife la fidye aleyh. Ebu Hanife yakunun tutan kemmeydi o da. Vel kavlâne an-ı Şafii. Müşkili karaş İmam Şafii'de rivayet kılın. Birisi kadim cedid oluşu mümkün. Bunu tercih kılmayıkında? Tercih bazıda kılıyor. Bazıdandır. Sizin özanının tercih kılışanlığa taşıp koydu. Müstehitli olan diken. Başka bablarda, baş bölümlerde kıl tercih kılınmagan. Ve Kitab-ı Hac'da sal kalaymakan ressiz. Hem cık meselelerini pımla baskılıyoruz. Aslında bu Kitab-ı Hac'ni Bidayat-ı Müstehit'ine yazıp var, 20 yıldan kim tüzüp çıkan. Tüzüp andın Bidayat-ı Müstehit qetirip çıkan. Şu umum kitapının tertibiga tazı düşmeymiş. Kitab-ı Hac. Yani bu asli ma kitapның yana bir özüge bekitken metodu demekte. Yani ma yetallaqu bil mantuq. Ayet hadislerde sözlengen
ahkamida ixtilof bo'lsa, ittifoq kelgan bo'lsa, shuni bayon qilamiz deganda. Nima ko'pincha masalalar ma bular mush bo'ptiksa, hozir biz bahs qilayotgan bo'ptiksa, oyatda kelmagan masalalarda bo'lgan talashlar bo'lsa, bir-birlaridan da deb qo'yib ketib qoldi. Yani şunu xabarim bo'lib qolsin degan tariqa. Yani bu oyatda bo'lmagan ekan qiyos ba'zida jalliq chiqib qoladi, qamlashadi. Ba'zida qamlashmaydigan chiqadi. So'ng buni kuchli qamni ba to'g'ri aytdi, ma xato deb bek unda deb ketgan bo'lmaydi. Mush ixtilofdan xabarda bo'lib qoldimak. Vaqtalafu fi labsil mar'ati al-quffazayn hal fihi fidyatun am la. Kishanda ikki qo'liga para kiysa, haj umr qilayotgan ihramli holatda, buni fidya qilamdi kimndi deb buni ixtiloflashdi. وقد ذكرنا كثيرا من هذه الأحكام في باب الإحرام. مش أحكام لان كوبين استمز إحرام كيش باب ده سوزلab bo'ldi. Amaliyat o'tib ketib bo'ldi-ku. Shuni qisqacha qo'ydi. Va kadalika ikhtalafu fi man taraka talbiyata hal alayhi damun am la. Yani talbiya to'g'rimay ma'qul ihrom bo'lgansiz. Ihrom bo'lgancha labbayk Allohumma labbayk deb ma'noga gap qo'y. Talbiya to'g'rimay bu shundalar ma'qul. Ihrom bo'lganlar. Ajbaldan shunday qildi. Yani bununla talbiya to'g'rimaganlik uchun qon keramlik emas. Talbiyaning o'zi endi qilmasa qon qiladigan bir faoliyat emasmi? Buni biz yuqorida o'tib so'zlab bo'ldik deydi. واتفقوا على أن من نكس الطواف أو نسي شوطا من أشواطه أنه يعيده ما دام بمكة. أن بعد ما أنداش قب بميدان دازر. Çünkü bu insanların bir yakın bir dolkun. Bir adam tavafına onda tatı ayındığan kişi uçurmaydı mümkün emas. Tatı ayınlaydı ama o ayınlamaydı. Çünkü yakın karşı sözgendek bu. Dışı mağmaydı da. Ama da mayın kilovatsa karşı yakınlığa karab mağmaydı. Mesela aslında boşluk ahvalken ya ögüzden ayrılıp da mesela ikinci kavatta. Bu tatı ayrılıp kaptı da. 7 aydan sak bulduğu da oylap kep bakmagan ya ki o kitapta okup bakmagan kişiyken tatı 7 ayrılıp da tavakuldan çalıp. Ya ki bire katım ayrılışını unutup kaptı. Mesela 6 katım, 5 katım ayrılıp da. Bunda ahvalda Mekke'den çıkartmayalı bolsa kayıta ayrıldı. Bu anda tavaful kudum mesela. Tavaful kudumunun rükünde parayla alımlı var. Tavaful kudumda ya tavaful ifada muşularını ya tavaful sadr veda tavafını vacip tep parayla alımlı. Muşulardan da aynı kıpsas degenge. Bir adet ihtiyari tavaf kılgan çağda onda kıpsasdan nafl olsa ona kayıtılması mecburiyeti yok. Mekke'de olsa onu kayıtıdan kılıdı. Vaxtalafu iza balaga ila ahli. Yani bu anda jutuğu ketip boğan bolsa, jutuğu ketip bolar. Oy men manda tatı ayrılıptım emasmi? Yoki men 5 qatim ayrılıp boldiqli chiqib topdimmi degan bo'lsa, uyga berib qo'yganda bu ahvol o'tira chiqdi-da. Chiqqan ekan nima deyish kerak? Faqala qawmun minhum Abu Hanifa yuzihidam. Abu Hanifa qatorliq olimlar bunga bir qon qilib etsa bo'ldi, kifoya qildi debdi. Wa qala qawmun bal yu'idu wa yujbiru ma naqasahu wa la yuzihi ad-dam. Yani bir grup olimlar onu qaytadan zat berib aş tavafni qilish kerak. Aş vacib ya rukun bo'lgan tavafning gapi ma. Uni qon qilsa-mu baribir bakavni o'rniga kelmaydi, o'rnini to'ldirmaydi, tuzib o'tmaydi debdi. Bu baklama ig'ir gap ekanda. Va kadalika ikhtalafu fi wujub ad-dam ala man taraka ar-ramal fi thalathati al-ashwat. Yana olimlar ixtilof bo'lgan masala, dastlabki 3 qatimga aylanishda tavafninki tez ildam manib tavaf qilishyapti. Sunnatda bu. Mushuni qilmabdi. Bunu uqmabdi, xabar yo'qki. Yoki uqib yo'da esikanmabdi, odatdagidek manib 7 qatim tavaf qilibdi. Nima bu sunnatni tashlab qo'ydi hozir. Mushuni xon kelamdi yo fidya kelamdi ekanmanda. Va bil wujub qala ibn Abbas radhiyallohu anhu va Shafi'i va Abu Hanifa va Ahmad va Abu Thawr. Mushular mesela jumhur deylar, qon keladi debdi. Yoki fidya vojib bo'ldi. Vaqtalafa fi zalika qawlu Malik ve ashabihi. İmam Malik bilen şagirdlerinki qarışı neşkil çıkıp kaldı bunlar. Vel hilafu fi hadhihi al-ashya'i kulliha mabnahu ala annahu hal huwa sunnatun am la. Mush meseleler, yuqorqi meselelerden bizda bo'lgan talash tartishning asosi nima? Mush ishlar sunnat ishmi? Haj umr qilgan kishi qildigan bir qoida ishmi emasmi? Albatta sunnatdan ishlar mush vojib degan gapim bor. Rukni emas. Anda bo'lsa qon qildi degan, vojib bo'lib qolsa qon qildi. Muragg'ab bo'lib qolsa qon kelmaydi degan bo'ldi. Vaqat taqaddama al-qawl fi zalik. Bu vaqtda biz bahs qilib qo'ygandik. Ramal to'g'riligiga mush masalaning ko'pinchisi o'tib bo'ldi. Va taqbilul hajari aw taqbilu yadihi ba'da wad'iha alayhi idza lam
يصل الحجر عند كل من لم يوجب الدم قياسا على المتمتع إذا تركه فيه دم. Endi taşdan kaçka baranmaptı bu. Hacer Aswad'dan kaçka baranmadı. Söye dese ya tutay dese baranmadı. Baranmay endi kolunu koyalaptı. Ya kolunu koyanmay ya söyenmaptı kolunu koyaptı. Kolunu koyap qilgan bo'lsa, agar mushu Hacer Aswadni istilom qilmasa qon keladi deb qaraganlar, qiyasan ala mutamatta idza tarakahu fi dam. Mutamatta nima uchun mutamattaga qon kelganda? Bu xuddi ayrim safar qilmay birlam qo'llab safar qilayotgan bo'g'ochqa qon kelganda, bu shunga asosan bu yani mutamattami bir ayrim safar qilish ishini tashlab qo'ygan deydi. Yani ayrim bir safar qilishda iborat bo'lgan bir sunnatni tashlab qo'ygan. Chunki hajga atimul hajj va umratillarga hajga bir safar qilsa, haj qilsa, ondan yana bir safar qilib umra qilsa, asli mandati demakchi. Har bir faoliyatga ayrim bir safar qilibdan. Endi bir safarda ishpalarni qilganliging uchun ikkinchi bir safar qilishni tashlab qo'ydim. Menda bo'lganlik uchun qon kelganda deb qaraganlar, bu bir olimlarni qarashandi. Qaraganlar bu chaqda mushu tavobda sen Hacer Aswadni istilom qilishni tashlab qo'ydim. Undan keyin anida ayrim safar qilishni tashlab qo'yganga o'xshash, menada istilom qilishni tashlab qo'yganligim uchun qon keldi. Wa kadalika ikhtalafu fi man nasiya rak'atay tawaf. Mana tawaf qilgandan keyin 2 rakat maqam İbrahim'da namoz o'qish sunnatda. Buni unutib qopti. Unutib qolib o'zini juda ketib qopti. Juda ketgan ekan, birisi voy bunda tashlasan bo'lmaydi deb aslikkan chaqda qanday qilishni bilmaydi. Qon kelamdi, kelmamdi. Faqala Malik alayhi damun. İmam Malik onun qon keldi. Çünkü bu sunnat işte. Ve qala Thawri yarka'uhuma ma dama fil haram. Thawri haramdan bo'ladigan, haram doirasidan chiqadigan chaq bu. Masjid haram emas, haram doirasi. Jarana, Tan'im, belgilenge chegaraga. Shu yerdan bosib chiqargan o'qvasi bo'lardi. Ve qala Shafi'i ve Abu Hanifa yarka'uhuma haythu sha'a. Qayerda bo'lib qolsa, chiqargan o'qidi. Yani o'zini juda katta aeroplandan tushib, o'zini juda katta bo'libdi. Katta olib chiqarganni qash istigagan chaqda. Xuddi minnama salat aw nasiya fal yusallaha idza zakara degan tariqada. Farz namozini salatiga buni albatta bo'ldi demoqchi. Vallazina qalu fi tawaf al-wada innahu laysa bi farq. Tawaf al-wada'ni, tawaf as-sadr ya tawaf al-wada deydigan Mekke'den ayrıldıgan chaqda bir tawaf qilib o'tib, yani ahirda ayrıldıgan vedalashgan narsani shu Ka'ba qilibdi. Shu tavofni vojib deb qaramaydiganlar, yani rukn deb qaramaydiganlar, masalan, ixtalafu fi man tarakahu. Yani farz vojib rukni bo'lmaganiga bunda sunnat, yani sunnat bo'lgandan bu sunnatni tashlab qo'yshdimi, qan kelamkan bunda deb ma'noda ixtiloflashdi. Evet, farz deb qolsa u chaqda hajjumni deyish mumkin, yoki qurbonlik qilsa u bekor deyish mumkin. Endi qurbonlik qilsa tuzib o'tishi mumkin deb qaralgan ahvolda bu tavsiya. Masalan, shuni tavafulladani qilmabdi. Va lam tatamakkan lahu al-audatu ilayhi. Qaytib berib bu tavafulladani qilolmaydi ekan. Aeroplanda o'tirib qolibdi masalan. Ya aeroplan o'zining juda ushib bo'ldi. Qaytib bag'il bo'lmaydi. Qanday qilish kerak? Buni qon kelammikan bunda? Faqala Malikun laysa alayhi shay'un illa yakuna qariban fayaud. Hechmi kelmaydi. Yaqin bo'lib qolsa, masalan, jiddiga chiqqan bo'lsa, qaytib chiqib bir tavafulda chiqasi bo'ldi. Bu mayli debdi. Va qala Abu Hanifa va Thawri alayhi damun illam yaud. Yani qaytib kelmasa, yani jiddiy ular, yiqiyadi ular, qaytib kelmasa, bu chaqda qon keldi. Va innama yarja'andahum ma lam yablughul mawaqit. Demak, bu nagicha arliqqa ketib qolgan bo'lsa, uni qaytib keladi degan bir cheklimi bormi, yo'qmi? Bor. Mawaqit qitcha ketib qolgan bo'lsa, masalan, Madin tarafga mangan bo'lsa, Halayfa ayında ehrim bağlaydigan şu belgelenge uğurluğa şu kadar çıkıp kalman bolsa bu çağda qaytib kelish kerak. Ve hujjatu man lam yarahu sunnatan muakkadatan suqutuhu anil makki wal haid. Ya bu qan qildigan, tashaqqus qan qildigan sunnat emas bu, sunnat muakkada emas deb qaraganlarning dalili bolsa, bu tavaful vada Mekkilikdan hejda ayoldan saqtib o'tkazilgan misal. Eğer sunnat olsa, haj umr qildigan kishining sunnati qoidasi bo'lib qolgan bo'lsa, bu ulardan chiqadigan so'lda. Ulardan chiqayotganligi sunnat muakkada emasligini bildirdi. Yani sunnat muakkada emasligini qan kelmaydi degan İmam Malikning qarashi emas. وعند أبي حنيفة أنه إذا لم يدخل
hicra qit-tawafi a'ada ma lam yakhruj min Mekke. Yani biz yuqorida tavaf qoidasidan men tavaf Hijr Ismoil deb atalgan yoki yana bir ismi hatimni ishida qoldirib turib bunda atrofidan sirtidan aylangan. Shu pakatan bor-ku, ko'yli shaklda, yarim doira shaklda. Kabe'nin qaytishga. Shu hijrni yoki hatimni sirtidan aylanmay bu ishida aylanib qolgan bo'lsa, ya'ni tavaf qilgan doiraga kirgizmay buni sirti qo'yib ishida aylanibdi. Demak, tavaf qilgan chaqda shuning sirtidan aylansa degan. Chunki shu kichik o'ylar Kabe'ning ishiga tabatdi. Buni Makkaliklar bino qilgan chaqda halol puldan sarf qilinglar deganlik uchun halol yetishmay, qurilishga pul topolmay endi qo'yib qo'ygan. Qatamay. Davulga ashya Kabe'ning ishi hisoblanadi. Şunu tavaf qilgan chaqda sen sirtidan aylanishing kerakda. O o'ttirdan kesib bilan ayirsan Kabe'ning sirtida aylanmasa yerimidan bunda aylanib ketgan bo'ldim deganda. Yani bunda qilgan kishi, biz qoidaga rioya qilmagan kishi Makkadan chiqarmagan ahvolda tavafni qaytadan qildi. Chunki qo'lda bor bu, imkoniyat bor. Fa in kharaja fa alayhi. Unda chiqargan bo'lsa, qanday qilish kerak esa, qanday qilish kerak. واختلفوا هل من شرط صحة الطواف المشي فيه مع القدرة عليه. Yani tavafning to'g'ri bo'lishi uchun mang'aladigan bo'lsa minish kerak degan bir shart bormi yoki mang'aladigan turliq to'k qarvida nima qildi yoki taqdirondek nimada to'rt qarvoyga ko'tarib yetib minibdi. Mesela kesalchi odamlar yashaganlar shunda nima qildi? Yani minish kerakmi? Mang'aladigan turliq mangmasa bir narsa kelamkan mindi. Faqat malik huwa min shartihi kel qiyam fi salat. Xuddi namozda o'rtiradigan bo'lsa, o'rtirib o'qish kerak bo'lgandek, yani namozni qiyos qilib turasiz uni. U shu tavofning bir sharti edi qarab. Fa in ajaza kana ka salatul qa'id. Agar o'rtirolmaydigan bo'lsa, namoz o'qigan chaqda o'tirib o'qiydigan, ma'maydigan bo'lsa, u chaqda undan boshqa ko'tarsa yoki arvida mansa mayli deb. Va yu'idu indahu abada. Agar ma'aladigan turg'uliq shunda arvida yoki boshqalar ko'tarib tavaf qilgan bo'lsa, u cho'qim tavafni qayta minib qilish kerak deb. Illa ida raja ila baladi. Faqatlan Makkadan chiqdi, juda ketib qolgan bo'lsa, bu chaqda qayta tavaf qilish bak ig'ir bo'lishqa qan qilib o'tadi debdi. Va qala Shafi'i ar-rukubu fi at-tawaf jaiz. Imam Shafi'i u mang'ali odam mang'usimi uloq minib, bundan qiz joiz bu. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Kabe'ni saq holatda uloq minib tavaf qilgan. Rasululloh tugimini har qatam Hajr Asad kelgancha qo'ldagi agri hasi bilan istilam qilib unda tavaf qilgan. Joiz deydi. Walakinnahu ahabba an yastashrifa an-nasu ilayhi. Tugulan nima qilgan? Tugulan kesal bo'lmasimi? Tugulan ayni tavaf qilgan. Tugulan ayni qilishdan tugimga adam igiz bo'lgan ekan, hammadan ko'raladigan bo'lgan ekan, kishilar Rasulullohning qanda tavaf qilganini endi ko'rib olsin deb, hammadan ko'ralsin deb tugiga chiqib aylangan. Istashir deyapti, bo'ynini suzib qarash degan. Wa man lam yara as-sa'ya wajiban fa alayhi fihi damun idan sarafa ila baladi. Safa Marvaning oraliqida sa'i qilish vojib emasdi. Ya'ni sunnatda deb qaragan bo'lsa, ba'zi olimlar o'zining yurtiga qaytib ketib qolsa, yani tavaf qilib sa'i qilmay ketib qoldi bu. Shu vojib bo'lgan tavafda, yani umrisda, hajida. Tavafini qilib, sa'i qilmay ketib qolgan bo'lsa, bu chaqda qon keldi debdi. Agar ruknitda deb qolsa, bu chaqda qon qilsin bakar. Wa man ra'ahu tatawwu'an lam yujib fihi shay'an. Bu tatavvu yani mustahab ishlardan desa, unda hech nima bo'lmaydi, hech qanday bir jazo kelmaydi deb. Va qad taqaddama ixtilafuhum aydan fi man qaddama as-sa'y ala at-tawaf hal fihi damun idha lam yu'id hatta yakhruja min Makkah am laysa fihi dam. Yuqorida yani olimlarning ixtilofi o'tib ketib qoldi dedi. Tavafdan ilgari sa'yni burun qilyapti. Burun qilinib Makkada bo'lsa muqaddisda yana qayta qilish bo'ldi. Makkadan chiqib qolgandan keyin u qayta uni qilish fursi yo'q. Shunday ahvolda Makkadan chiqib bo'lgandan keyin unda buni qon kiramdi, kim mando deganda ixtilof yuqorida bayon qildik. Va ixtilafu fi wujub ad-dam ala man dafa'a min Arafata qabla al-ghurub. Endi Arafatdan kun patgandan keyin Muzdalifaga mangitdi. Qoida shu, sunnat shu. Endi kun patishda ilgari aldirib ketdi. Yo'l bakachada ketib olay deb to'mas. Ya uqmay ketib qoldi. İmam Shafi'i, İmam Ahmadlar in aada fa dafa'a ba'da ghurub ash-shams fala dam alayhi. O ketib qilib bilan yo'q biz xato qildik, yo biz tilpilish bilan voysli nada manquldoq voy unda qilsang bo'lmaydi, qaytib qo'yamiz, qaytib ketdi. Xatoligini tuzdi. Unda olga hech vaqasi bo'ldi ham debdi. Va illam yarja hatta tala al-fajr wajib alayhim. Tong atqanga qadar
Rozet günü tan atkan kadar qaytib kelmasa, o'cha qon keldi. Chunki Arafat turishni biz tan atish kadar shu kechinimi turish vaqti deb qaragandik-ku, bir qarashda yoki. Eng sunnat vaqti peshim bilan namazsham orliqqa, undan keyin kechimi turish vaqti degandik. Shu turish vaqti qaytib kelmasa qon keldi debdi. Va qala Abu Hanifa va Thawri alayhi dam raja aw lam yarja. Qaytib kelsa o zodi turdigan muddatda turmay chiqib qoldimi sunnatga qilmay? Qan kiriyordu. Qaytib kelsa shu arliqda g'oyib bo'lgan yarim soat turmadi yoki bir xalal bo'ldi buning. Vaqt taqaddama hada bu yuqorida bayon qilinib bo'ldi. Vaqtalafu fi man waqafa min Arafata bi Urana. Ana Arafatda vadi Uranada turib qolgan kishi bo'lib qolsa, bunun hükmü nima? Bunu ixtiloflashdi. Rasululloh hadisda al-Arafa kullaha mawqif va irtafi'u an batn Urana dedi. Batn Urana degan Urana bir chuqur bir yava ekan. Shu yer tumanlar deganda. Shu yer turib qolsa, bo'lmasam Namra masjid Arafatga masjidning bir qismi Arafatning sirtida. Mesela shunda yer turib qolsa, bunun hükmü nima? Faqala Shafi'i la hajja lahu, haj emas. Chunki Arafatning turadigan joyi tumanda bu. Arafat tuman bo'ldi. Al-Hajj Arafat deganda Arafat tumaniga haj umunda deydi. Va qala Malik alayhidan Imom Malik qon keldi debdi. Endi Imom Malik rukun deb qolsa qon keldi demaydi. Bu yerdagi nima? Ya tuman ya turinglar deganda bu nima? Lekin bu yer turish yaxshi emas debna karahaga qoldi. Va talashdan sababi hal nahy an wuquf biha min bab al-hadr. Mana ya tumanlar irtafi'u an batn urana degan mushaklima. Bu yer tursan tuğan bo'lmaysa deganni bildiramdi yoki bu yer turish makruh deganni bildiramdi. Imom Malik shu makruh deb tushungan. Wa qad zakarna fi bab af'al al-hajj ila inqida'iha kathiran min ikhtilafihim fima fi tarki damun wa ma laysa fihi damun. Af'al al-hajj faaliyatlari babida biz shu babning 5dan oxiriga qadar ma'ni qisqan kilamdo kammamdo degan masalani ko'pincha biz bayon qilib o'tdik. Albatta ataydan necha ming ko'yni sarf qilib, jafo tortib, uni bag'an bo'lgan ekan, bunda kichikkan qon kelib qoldi yoki bunda makruh bo'ldi yoki sunnatga xilof bo'ldi degan hech qilmayrar, 100 kanal xotirjam bo'lgan holatda ajib qilish kerak. So'rab ugunib bildiganlar bilan billa shuni biqini silolab masalan. Şunu pişiga silolab billa mansa tutmaydiganlar, o'chas jan tatmaydi. Bo'lmasa bir ishni ayında bir kam qilib qo'ysin, manda sarf qilgan pullarini bakala haj bo'lmasa ziyandanmi bu? Demak biz yuqorida mushunda masalalarni jiq bayon qilib o'tdik. Va in kana tartibu yaqtadi zikrahu fi hada al-mawdu. Aslida tartib qoida bo'yicha qanqildi kelmaydigan gapni mushbabda bahs qilsak bo'ldi. Lekin babtildimanda udilkaga yerda deb qo'yib o'tib ketdik. Wal asalu zikruhu hunalik. Lekin oyada yuqorqi babda deb o'tib ketish qulay. Shunga to'g'ri kelib qolgan vaqtda deb o'tib ketish oson bo'lganlikdan deb qo'ygan to'qay. Qala al-qadi kim? Ibn Rushd, yani muallif. Faqad qulna fi wujub hadhihi al-ibada. Biz ham yuqorda mush ibodatninki vojib bo'lish to'g'riliq, kimga vojib bo'lganligi, vojib bo'lishning shartlari, qachon vojib bo'lish, mush masalalarni so'zlab o'tdik. Va yallati tajri majral muqaddimat li ma'rifati hadhihi al-ibada. Mushu masalalar, ya'ni hukmi, kimga vojib bo'lganligi, shart vujub, qachon vojib bo'lish deganlar mush ibodatning ahkomlarini bilish uchun bir muqaddima o'rinda turibdi deydi. Va qulna ba'da dalik, ana bu muqaddima shaklda ma'lumot olgandan keyin, undan keyin bu ibodat qanday chaqlarda ado qilindi, qaysi o'rinda, uning cheklamalari qaysi, har bir o'rinda shu faoliyatni qilgan chaqda qanday faoliyatni qilish kerak, har bir vaqtlarda qanday shu munosib faoliyatlar bor deb shu haj zamoni tam oxirlashgan qadar bir-birlab bayon qilib o'tib bo'lgan faoliyatlarni. ثم قلنا في أحكام التحلل الواقع في هذه العبادة. عندن مش عبارة bütün tamamlab ihramdan çıkış ahkamlarını bayan kıldı. وما يقبل من ذلك الإصلاح بالكفارات وما لا يقبل الإصلاح بل يوجب الإعادة. Onundan bazısına hataya çatak kısasak tüzgülü bolduğan, kafarat arkalık tüzüvağılı bolduğan, oңşuağılı bolduğan yoki oңşalmaydiganlarını bayan kıldı. Yani hech bekavlab ketdi dedi bazı meselada. وقلنا أيضا yana في حكم الإعادة بحسب موجباتها. Hajni agar joyida bo'lmay qilib
çatak çıkan boz qayt qilish meselelerini bayan qilib o'tdik. Qayt qilishni vojib qildigan ahvollarga qarab demoqchi mujibat. Va fi hadal bab amda mujibabta yadkhulu man shara'a fiha fa uhsira bi maradin aw aduwin aw ghayri zalik. Ma babdan da biz bir kesal ya düşman ya başqa bir xata sanash yoki bir to'savul sababdan yo'ldan to'slab qilib, ya'ni haj umriga tutish qilgan kishi unda sabablardan biri bilan to'slab qilib yo'ldan qolib qolgan bo'lsa, uning ahkamlarini bayon qildik dedi. Vallazi baqiya min af'al hadhihi al-ibada amda bu ibodatning qolib qolgan faoliyatlardan wal qawlu fil hadi mushu Makkaga yoki haramga atab ilib qolgan hadiya qurbonlikqa munosabat so'zlam qoldi dedi. Boshqa namni so'zlab qoldi. Va zalika chunki anna hada naw'un al-ibadat va juz'un min al-ibadat. Yani mushu qurbonlik hadiya atab edib minishdan iborat bo'lgan mushu ibodat mush haj umri faoliyatininki bir qismi bu, ayrılmaz bir qismi. Wa mimma yanbaghi an yufrada bin nazar u alohida bir bab qilib bahs qilishga loyiq bir masala. Biz endi shuni bahs qilaylik. Al-qawlu fil hadi. Hadi degani hadiya qilishga munosib so'zg'i bu. Hadi degani ya'ni shu haramga ya Makkaga hadiya qildim deb elib mangan, yani so'q qilishga elib mangan qurbonlik. Ada tuga ya kala ya qo'y ya o'chga bo'lsin. Nimshi hadiy desa Alloh shu ziminni haram qilib, ulug' zimin qilgan ekan, shu ziminda yashagan faqir miskinligi davomli ashsatdan hadiya to'kilib tursin. Asharikilar unda xar och qammasin deb shu yerda turganligini bir xil izzatlash, ikrom qilishdan iborat. G'ayri zar'an duo ziraatsiz ekinsiz bir vadi dedi. Lekin hamma joydan qari saxovat yig'ib turgan joy. Bu yerda musulmon mevaning eng sazlari, o'simning eng sazlari shu yerga berib turdi. Yujba ilayhi samaratu kulli shay. Allohning huzuridan berilgan rizqda vatandoshlikda chili va buyoqning alaqa lachindanlari, Belgiyaning badamlari, Senegalning mozlari, Turkiyaning buning shaptullari, Misrning portugallari hammasi bor. فنقول إن النظر في الهدي يشتمل على معرفة وجوبه. أنا بقربالك مكة أتاب إذا بردان قربالك مسألة قريدان بوساق بيا برنتشي مسألة بحث كلش كرك. مثلا واجب تقنى بلاش وجنسن بلاش وعلى معرفة السنة قندا يشت بوسا أن قربالك بنوغا يرايدو أداولدو بنو بلاش وكيفية سوقه وقندا هيدت مناش قندا شكله. ومن أين يساق qayerdan tat paydo bo'ldi va ila ayni intahi bisawqihi uni nagi apirib andan to'xtagan gap va huwa mawda nahrihi ayda to'xtagan joy bo'g'izlagan joy shu va hukm lahmihi ba'da an-nahr uning bo'g'izlandan keyin go'shining hukmi ya'ni uni hojilar o'zi yesi bo'ladi ya faqirlik hammasini sadaq berib o'tish kerakmi degandekcha mushularni bilish kerak. Demak hozir masala bayon qilishning bir planini o'tirib qo'ydi. فنقول إنهم قد أجمعوا على أن الهدي المسوق في هذه العبادة منه واجب ومنه تطوع. عالمنا برلك كلمة مش عبادة يعني هذه الأمر ده إلب من الغان هدية لبرلغان قربالنا واجب بغنوا نبلغنوا. فالواجب منه ما هو واجب بالنذر. الواجب بغنا نذر قلب الله تعالى هذه فرصة ربقاسا من شكم تجدم برنا يا تجدم بشنا hediyelik mama deb nazar qildi masalan. Bu chaqda vojib bo'ldi. Va minhu ma huwa wajibun fi ba'd anwa' hadhihi al-ibadah. Yana bu qurbonlikning ba'zisi mush ibodatning ba'zisi vojib. Masalan, tamattu. Va minhu ma huwa wajibun li'annahu kaffara. Yana bu kaffarat bo'lganlikdan sen bir xatolik, muxolif ishni qilding. Buning jazosi uchun, chataq ishni tuzatish uchun kaffarat vojib bo'ldi. Bu chaqda bu kaffarat qurbonlik mal bo'lsa, bu chaqda bu malning hukmi vojib. فأما ما هو واجب في بعض أنواع هذه العبادات أن مش عبادتنا بعض türlerde واجب بولغان قربانlık bolsa فهو هدي المتمتع تمتع qilgan kishininki qurbonlik ammalının isbaqı. Yani mutamattu kim deganda isloplaşdi. Umuman hamda mush haj tamattu qilgan desak bo'ldi. Jumhurning qarashi bo'yicha. Va hadiyul qarin bi ixtilof. Ammo qiron qilgan kishiga hadi vojib bo'ldi deganda ixtilof bor. İjtimaatona şunda cumhurdan düşüngen takdirden. Yani başka ma'nada tushansimi shu başka ma'nada shunda tamattu qilsa vojib bo'ldi demak.
Vacip olmaydı. Sonunda ittifak var vacip. Onun ittifak. Ramazan'da verip Allah'ın ikiye dikkat kırdıklarında. Ramazan'da verip Kıyğalların hacı Abdullah ibn Zübeyir bazı sahabe tabi'lerin karşıda tamattu oldu. Hacı ayları kiriştin burun ehram bağlı verip ömrü kılıp onu saklap hacı kıyılan bolsa az kısım alimlarınkide bu tamattu oldu. Köpçülükün karşıda hacı tamattu diyen hacı ayları kirgenden keyin yani Şevval kirgenden keyin anda ehram bağlap çıkan bolsa ömrü kılıp ehramdan çıkıp onundaki hac vakti kelgan chaqda yani Zulhijjaning aytga 2 kun qolgan chaqda ehram bağlab hajga chiqib Mina chiqqan bo'lsa bu chaqda haj qilgan bo'lsa andan bu tamattu oldu degan. Araliqda tamattu qildi. Bu rahatlab bahramon bo'ldi. O'zining kiyimini kiyib qilish. Rasulullohmu o'zilan billa qurbonliqqa diye ilib borgan sahabini umr qilib ehramdan chiqinglar. Chiqib undan keyin hajga vaqt kelgan chaqda yana ehram bo'lib chiqinglar deb buyurgan. Lekin o'zi ehramlik holatida hadiya ilib kelgan bo'g'achqa shu hadiya zot joyiga tegib bo'g'izdan qatar ehramdan chiqsam bo'lmaydi deb qarar qilayotgan. Bundan keyin haj qilmoqchi bo'lsam men tamattu qildim degan. لو استقبلت من أمري ما استدبرت لا تمتعت بجنبك. وأما الذي هو كفارة عند كفارة وغن قربان الله جوازه فهدي القضاء. Yani vacip olan keffaret hadisi qasiyetse haddül qada alameti ma yashtar fihladi. Qaza qilsa vujud qilanmadi ya bir chataq chiqdi, kilerchilik qilish kerak dedi o. Qaza qilgancha bir hadiy keldi deganda. Bu hadiyni shu ilibman qadimi yo boshqa atoatim qilganimi deb tushunmaganmiz. Hozir yana shu bir xil keffaret ekan. Keffaret keldi debdi. Ba'zilar ammalar emas. Va hadyu keffaretus sayd yana o olgan chaqda bir keffaret kildi. Bunda bu keffaretimdi. Umum nima emas, lekin bu hadiyaga udul kildigan malni o'lab qolsa, undan keyin hadiya keldi. Masalan, kiyik o'labdi, bundan qilsan bir qo'y yoki bundan ya to'yga o'xshagan bir o'lgan bo'lsa bir kala ya mo'zay kildigan. Va hadiya ilqal adha va tafat. Yana masalan chashni tushitibdi, masalan. Bunda bir ishni qilib ilqal adha va tafat degan chashni tushitib tirnoq binasini ilib bunda qilsa bir jazo keldi-ku. Bundan bir vacip oldu. Kan kildi desa, qurbonlik qilmoqchi bo'lsa, bu qurbonlik vacip bo'ldi. Rasululloh Ka'b ibn Ujra radhiyallohu anhuning beshidan to'kilib chidayolmay tas qiynalib qolgan chaqda shu qurbonlik qildi-ku. شو واجبا وما أشبه ذلك من الهدي الذي قاسه الفقهاء في الإخلال بنسك منها على المنسوله. الفقهاء her bir faaliyette bunda hep tuttuğu. Mesela mana çatak kıpsasan, aklam sana kılgaçını kılmay ya ki kılmadıgaçını kıpsaldan manda olup kalsa kan kildo da bu şu nas kâge ehvallağa kefaretul edâ'yı kıyas kıldığı. Çatçı yutuşta ashabının kâge edisvatı nas kâgen. Başka nas kâmige ehvalına bu şunu kıyas kıygandı. فأما جنس الهدي أنه رنج أطف البلدان هدية قربان لكم جنسي غكاسك فإن العلماء متفقون على أنه لا يكون الهدي إلا من الأزواج الثمانية التي نص الله عليها. الله تعالى قرآن الكريم ده إنك بيان قيغان أشو تجب يعني 8 أشو أيوان باغوان شنون دلن buldu yani tüttürlük yani erkek kişi olup 8 buldu o 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين yani demek kala, tüge, koy, üçgen. Müştörtüdülen hediye olur. Onun başına hediye olur. Yani mesela kotaz. Bu kalı kerem doğarsa bunu ıslappa. Kirdi de kalı. Cins bir bu kalının bir türü. Yapılasın mümkün. Ama tügü kuşudan birini eydak hediye kılışı yok değil. Mesela ya Xorazm'dan birine mesela. Ya kiyikten bizine hediye kılışı yok. Behimetul en'am diyen şular. Behimetul en'am buluşu gerek. وأن الأفضل في الهدايا عند بو هداياның أدينا أن أفضل قيسا لسبب دونما اتفاق واقع توجا أن أفضل ونذكين كلا ونذكين قاس قوي ونذكين قاس أشكى وإنما اختلفوا في الضحايا أقرب الله سويشتا خاص أفضل يندا bunu ıslak var. Belki bazı koy dişi mümkün. Çünkü Resulullah daha bir kevşeğini emlahayn derken koy afzaldı. Ondan qasandan توجا kala mal kinki orunturdu dişi mümkün. Lekin ma nima da hadiy ilib berishda Ka'baga atab hadiya ilmashda eng afzal tuga bundan qas kala nuqas qo'yib buni ittifoqlaydi. Va ammal asnan an bu hadiya qurbonlik molninki yeshi yani tishi deymiz o tishlari qanchalik bo'lishi kerak deganda faynum ajma'ularna thaniya fama fawqahu yuzminha thani degan 2 yosh kirib bo'lgan 2 yosh kirib bo'lgan 3 yosh qadam qo'yganlari Müşahede umumen de
Belki her bir hayvanınki saniyelere o'xshash bo'lmasi mumkin. Lekin umuman 2 yoshni to'ldirib qo'yganlari hammasininki bulardir. Qo'y, kala, tugining 2 yosh, 2 yilni to'shqizib qo'yganlari joiz bo'lar ekan, adavligi. Ve ennehu la yujzi'u al-jaza' min al-ma'zi fi ad-dahaya wal-hadaya. Qurbanlık olsun, mush hadiya qurbanlık olsun, hammasta 1 yoshni to'shqizmagan o'chkolab qolsa, unga yaramaydi deydi. 3 kelin yani o'g'loqgan bu. 1 yoshga kirmagan o'g'loqgan. 1 yosh kelsa bo'ldi, lekin 1 yosh to'shqizmagan bo'lsa, u qurbanliqdimi hadiyaga yaramaydi deydi. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam li Abi Burda tuzzi anka va la tuzzi an ahadin ba'dak. Abu Burda aytmamizda ilgari ma'noda xulum qo'shlarimiz misol namorat kishilarda shuni ig'zi tayson bir raqamli go'sht yeyson deb namozga chiqishdan ilgari bo'g'izli tutlam go'shtni taqib chiqdiman degan ekan. Ya o namozdan ilgari olgan bo'lsa bu go'sht olib ketib qurbonlik qilmaydi degan ekan. Buning 1 yoshga kirmagan, 1 yoshni to'ldirmagan bir o'chgan bor, bir o'g'liqim bor, kishi o'g'loq bor. Ba'zi rivoyatda anaqan jazodir. 6 oylik bo'lsin, 7 oylik bo'lsin mumkin. Lekin bu hali obdan cho'ng qo'ydan yaxshiroq go'shtliq semiz bir o'g'liqim bor, mushni qilsam bo'lamdi degan ekan. Ashuni qilsam bo'ladi, lekin sanga bo'ladi. Sendan boshqa, sendan keyingi hech kimga bo'lmaydi. Shunga ham xos ruxsat qilgan. Bu xususiyat. Undan olgan boshqalarga ruxsat yo'q. Vaqtalafu fil jazai min ad-da'n. Hamda qo'yninki jazoda ixtiloflashdi. Qo'yning jazo deganda, qo'yning jazo bu bir yilni to'ldiray deb qolgani. Albatta jazo har bir hayvonga qarata o'xshamaydi. Masalan, o'chkining jazo 6 oylik bo'lgan bo'lsa, qo'yning balki 8 oylik, 9 oylik bo'lishi mumkin. Uni tugininki 1 yilni to'shqizab bo'lgan bo'lishi mumkin. Jazo degan. Lekin qo'yning masalan 1 yoshni to'ldiray deb qolganlar bo'lib qolsa, bunda ixtilof bor edi. فأكثر أهل العلم يقولون بجوازه في الهدايا والضحايا. Qurbanlık olsun, yoki hadiya qurbanlık olsun, bu onda 1 yoshni to'ldiray deb qolgan bo'lsa, joiz bo'ldi. Qurbanlık qilsa deb. Qo'yning. 6 oylikdan Yani bu jazodir 6 oylikdan 12 oylikka qadar bo'lgan oraliqdagi bir paqlanadi. Mushu durust bo'lan ba'zan yo'q 1 yoshga kirish kerak deganlar. Lekin ko'pchilik olimlar jazo olib qolsa, yani 7 oylik, 8 oylik, 9 oylik, 10 oylik bo'lsa, bir paqla bo'lib qolsa, semiz bir paqlan bo'lsa, bo'ldi. Qurbanlik yaraydi demak. Hadiyaga yaraydi ekan. Wa kana Ibn Umar radhiyallohu anhu yaqul la yuzi'u fil hadaya illa ath-thani min kulli jins. Ko'pchilik olimlar bo'ldi dedi. Ibn Umar sahaba radhiyallohu anhu bu har qanday hadiya qurbanlikda 2 yoshni to'ldirib qo'ygan mol bo'lishi kerak dedi. Yani qo'ydimmi, o'chkidimmi shunday demak. Wa la khilafa fi anna al-a'la thamanan min al-hadaya afdal. Albatta hadiyadimi en qimmatı, tugan qimmat, qalan qimmat. Şu en afzal bo'ldi. Yani şu cinsdan ichidanmi yana va tugining ichidanmi en qimmat tugi bo'lsa, bu en afzal bo'ldi. Va kana Zubayr radhiyallohu anhu yaqul li banihi, Zubayr ibn al-Awwam demakchi. Ya bani, la yuhdiyanna ahadukum lillahi min al-hadi shay'an yastahi an yuhdiyahu li karimihi. Sen ise bir izzatini qildigan bir kishinga hadiya qilishdan numus qildigan bir narsani Alloh taolaga hadiya qilmanglar. Çünkü bu hadiya olgan shu hadiyaga chiroyli, yaxshi sal narsani qildigan gap. Ya'ni qarshi tarafning xushal qildigan. Demak, sen insonga bir yaqin izzatini qilmoqchi bo'lgan bir insonga hadiya qilishdan numus qildigan malni Alloh taolaga hadiya qilmang. Chunki fa innalloha akramul kurma. Allah Teala izzat qilgan, izzat qilish kerak bo'lganlarning eng afzali, eng isli, eng izzatli. Va ahaqqu man ikhtira lahu. Yana hadiya atayatan tanlashga eng haq bo'lgan, ilg'ab hadiya qilishga eng haq bo'lgan zot. Va qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fir riqabi va qad qila lahu ayyuha afdal. Rasulullohdan mush azat qildigan qullar bor. Riqabi azat qildigan qullar. Azat qildigan qullar haqida mush eng afzal qaysi deb so'ralib ekan. Yani birisi o'z ixtiyoriy ya kafarat keldi bir qul azat qilmoqchi. Mush qulning eng afzal qaysi deb so'rabdi. Qaysini setilib azat qilsam yaxshi deb so'rgan chaqda a'laha tamanan yoki aghlaha tamanan. Qanday desak, hozir ma'nosi o'xshash chiqdi. A'laha tamanan desakmi, ba'zan yuqori. Aghlaha tamanan desakmi, ba'zan qimmat degan. Chiqib qo'ysa qo'ymasa o'xshash chiqdi ekan. Va anfasuha 'inda ahliha. Isning nazarda eng a'tibor mol. Biz qo'yib olsa, qo'yning simiz bo'dilgan qo'yni egisi bak a'tiborlaydigan mol bo'ldi. 5 qo'yib olsa, shunisi birisi shunda bo'lishi mumkin. Eng yaxshi ko'radigan, eng a'tiborlaydigan mollar bo'ldi.
Demek şu en yaxşı demek. وَلَيْسَ فِي عَدَدِ الْهَدِيَ حَدٌّ مَعْلُوم. Kurbanlık, hediye, atap, elip maaşta bir tal ya mançı tal dediğim bir sanıyor. Bir adam bir tal emas, onu yüzüne edip basın buldu. Çünkü hediye mi? Hediye diyenin ki kançılık hediye kılsan buldu demek. Ve kâne hediye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mi'aten. Resulullah'ın ki hediyesi 100 dedi, 100 tüge. 1 milyon dolar olsun ki, öz vaktada. وأما كيفية سوق الهدي فهو التقليد والإشعار. Hem de bu kurbanlıkla kanda heydep mağın apırımızdan da şey. Cahil. Bunun usulü olsa o taklid diyen qilada deymiz go, gilapka ya boyallık asılgan narsani qilada deydik. Taklid diyen boynuğa bir narsa asıqç esib qo'yash. Boynuğa bir narsa esish. Vel ish'ar diyen bu ish'ar aslında belgi qilish ham. Şuar deymiz go, şa'airillah diyen alamat belge diyen. Bu belgi qo'yash degani qanday belgi qo'yildi desa, tuginin luksqa o'ng ya sol tarafiga pichoq yog'ida ushliq bir narsani gaz sanjisaq pishganda qarsaq tushanda. Shenkin bu qanun shuna saqib tushganiga bo'ldi, to'xtadi. Shu bir xil luksa ya biqini qap-qizil qanni bo'yaldi buni. Bo'lganidan buni shunday aytmoqmiz. Bu qurbonlik tugi ekanligining belgisi bu ikki narsa. Bo'yniga bir tasma ya kash bir narsani isib qo'yilgan. Andan biqini da qanni bo'ylab qizil holatda bundan mansa bu qurbonlik hadiya ekanligining alomati. Chunki yo'l uzun, balki bir oy mang'ishi mumkin, 15 kun mang'ishi mumkin. Shu jarayonda balki bularga o'g'irlama va qurbonlik hadiya buni tegmaydi deyish mumkin. Insofillah. Allohning baytiga olib o'tibdi buni. Buni olmaydi deyish mumkin. Yaganda elib sotilganda ahvol bo'lsa-mu, setib qolmaydi. Ishqilib bir nimanda belgi qo'yildi. Demek bu hediye kurbanlık da bunda belge koyuştan ibaret. Kan çıkarış arkalık. Lianna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haraca amal Hudaybiye. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudaybiye ile Medine'den çıktı. Felemma kâne bidil Hülayfe, Zülhülayfe'yi kâgen çağda, ehram bağlardan cayga. Kalladal hediye kurbanlıklarga, tügülerge tasma ya ki boynuğa bir nas astı. Kalladal hediye. Ve eş'arahu mana. Bu Bukhari'nin hadisi mi bu? Kalladal hediye eş'arahu. Kademez. Kalladel hadiye. Bukhari hadisinin lafzı mı? Bu Müsver ibn Makrama rivayet hadis var değil mi? Bukhari'de var. Yani Zülhülayfe kâgen çağda hediye şu tasmını esep, ondan beqinaga noqob yadını sancıp, kan çıkarıp belgi qilib, bu yap, anda ihram bağlamanda degan. Yani muttafaqun alayhi hadis. Ve idâ kânel hedyu minel ibili vel baqari فلا خلاف أنه يقلد نعلا أو نعلين. Yani tügülen kala kurbanlık atılıp edip mağılgan bolsa, bir kaşı, işgal kaşını boynuna esip, burunki kaşı vargındı. Azıcık toşayak neslen. Kaşını, es kaşını lazım olmayılgan, ya biz peyiştip ketken kaşı vargın. Şuna da kımbalık narası bakar boynuna esip kumayımız. Sıra kumay, şunun bize esip koysak, adetinde esip koyuş yok. Onun ya bu kurbanlık adiyken belge oldu. أو ما أشبه ذلك لمن لم يجد النعال ya ki onda kaşında bir nas tapamayan kişiler şunun oxşagan narsini esip koydan. Hazreti Ayşe ve Resulullah'ın ki hediyelerge jungdan boyallık şoyna ya tasmada bir nas iş bergendi. Kuntu ufaddilu aftilu qalaid Resulullah. Fataltu qalaid Resulullah deb. Min ahnin indi. Öyleki bir jungdan anda iş bergende boynuğa asılgan asıkçılarına da. Ve aslında bir narsan da belge esip koydu. Yani çayla alayız bir narsa asımı yakşı yandı şunu yarıştı. Demek yani bu aynı belge esişten işar kılıp kandı boyap koyuştamaz, kandı boyap koyuştam maksat ne varsa bu uğurlanıp kalsın o ama bu uğru apırıp sataydısı mı belki tutup kalıdı. Ya kurbanlık kelgi malum buldu. Ya uğru bunu körap bulansın mı tekmeydi bununla. Ya bu vasan ezip gitti. Mal ezip gitti mesela. Ezip gitsin ne varsa o haklı çakılmaydı. Hediyen. Bunda hikmet var. Vaxtalafu fi taklidil ganam. Yani koyunga belge asamlık asmamlık yani ihtilaf var. Fakal Malik ve Abu Hanife la tuqalladul ganam. Abu Hanife'den Malik koylağı ondan esilmaydı. Belge esilmaydı. Ve kâle Şafii ve Ahmed ve Ebu Tavra ve Davud تقلد لحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى إلى البيت مرة غنما فقلده. بركتهم رسول الله مكيجا قوي هدية أواتر يا إلت مغب ونغا أسقان وبخاري الجديس وقالوا أسمى دمج واستحبوا توجيهه إلى القبلة في حين تقليده. Onun boynuna asılan çağdan da, kurbanlıklarında asıkışına asılan çağda kıble yüzlendirip durup Mekke'ye.
Eşek atıdım diyen ben çıkarıp durup bunda kıldışı müstahap yapar. Vestahabba Malikun el-iş'ara minel canibil eyser. İmam Malik sol taraftan kanıtıp belge koyuşunu müstahap yapar. Yani Ebu Hanife'nin vazife sahibinden karışıyor. Sol taraftan kanıtımızdır. Lima ravahu an Nafi'an. Yani İmam Malik rivayet kıldı. Ravahu. An Nafi' an İbn Ömer radıyallahu anhuma ennehu kana iza ahda hediye minel medineti qalladahu ve eş'arahu bidil hüleyfeti qalladahu qabla en yüş'irahu. İbn Ömer radıyallahu anh'a Medine'den Umre'ye haj qılaydı. Hediye qurbanlık atap minib qalsa, onunğa boynuğa asıdiken ve kanıtı belgi qoydiken. Nereden bizil hüleyfetin. Başta boynuğa esep, onundan keyin loksini kanıtı belgi qoydiken. Ve zalika fi makanin vahid. Ay bir joyda yani. Boynuğa esilan kanıtını bir joyda qildikan. Şu malni qibliga yuzlantirib turib, yuqallidu binalayn. Qanda taqlid qilgansa, ikki kash bilan boynuğa binasi asıdikan. Ve yüş'iruhu min ash-shiqqil aysar. Sol tarafidan qanitib belgi qilgan. Summa yusaqu ma'ahu andan u hadiya qurbanlik Ibn Umar bilan billahi ma'dikan. Hatta yuqaf bihi ma'an nas bi Arafa. Hatta ki Arafatga chiqib hajilar bilan birga Arafat to'g'izga shu qurbanlikni. Summa yadfa bihi ma'hum. Andan Arafatdan Muzdalifaga Minaga hajilar bilan birga ma'dikan. Ashul ma'ngan chaqdi. Demak, birga ma'damni. Hadiya oldik. Ve iza qadima Minan gadatan nahri qurbanlik kuni atiganda Minaga kelgan chaqda naharahu qabla an yahliqa aw yuqassir. Chechni shuytish ya qisqartishdan ilgari qurbanlik kuni atiganda shayton tashatib qilib qurbanlikni bo'g'izlaydi dedi. Va kana huwa yani Ibn Umar yanharu hadiyahu bi yadihi. Qurbanlikni o'z qo'li bilan bo'g'izlaydi tugilarni. Yasuffuhunna qiyaman. O'ri to'g'izib qator chizib qo'yib, qiblaga yuzlantirib turib, kach bo'g'izlaydi dedi. Summa yakulu ve yut'im. Andan onun go'shidan yeydi ve qirqirmasligini yegizdi. Yani mishay qadar hazır İmam Malik rivayet qilgan ma asarninki davomi. Ve yut'im degan chaqda andan to'xtaydi o. İmam Malik Ibn Umarning qilgan ish faoliyatini rivayet qildi. Demak, bu sol tarafidan sanjib belgi qo'ydi demakchi, mushun dalilim. Tugi qarta o'rto'g'izib turib bo'g'izlash mushunda kelgan. Rasulullohmi o'rto'g'izib turib bo'g'izgan. Hatto Qur'on Karimda "Özkuru ismallohu alayha savaf." Savaf degani o'rto'g'an holatda tizib qo'yapti. Tizib qo'yib, o'rto'g'izib turib, ya'ni bu necha tugi bo'lsa, bir necha tugi bo'lsa, unda qator tizib qo'yib, kach mana bir-birlab pichoq surib mangdi. Nahr degan misol tugiga qartilgan so'z. Kalima va nahr qildi. Lekin qo'yni nahr qilmaydi, zabh qildi. Zabh bilan nahrning farqi nima? Meyvesi tırtırrak boğazladı. Demek nahr degan boyni uzun hayvonlarga. Mesela tuginin boyni uzun. Belki 1 metre kilishi mumkin. Kalının da 60-70 cm kilishi mumkin. Bunun qa tarafidan bo'g'izlaymiz degan bir masala bor. Mesela qo'yninki va kalli tarafidan. Demak bu zabh oldi. Endi bu nahr degan kallininki boyni uzun bo'lganiki va badan tarafidan, ya'ni bo'yinning tuvan tarafidan kesilmas. Bu nahr oldi. Sallallahu Rabbika wanhar degan nima mishan tutib nuqtgan va bo'ynining eng tuvan tarafini tutgan yoki shu nahr qil, ya'ni bo'g'izlar degani mishadan bo'ynining eng tuvan tarafidan bo'g'izlar demakchi. Turg'izib, lekin bir putini 10 putini chigib qo'yadi. Ya'ni 3 putlik holatda. Balki hamda belki yugurib ketib ammiyani qani bo'lyapmisin yo bir odam dashatmisin deganda tugini odatda o'rto'g'izib turib bağlamayın. Araplar şunda bozdayken hazır. Bağlamayın. Şunda lan boynu şunda içtikçen sürgen diken bu şehirler şokurap kanıklam şehirde şu cayda yıkıldıken bu. Fayda vacibat cunubuha diyen şu bakına bak diye teken diken mi? Hata tizip koyup durup bozlanla. Fak dedi çıplan bakını yaytaysa yani ölse cencik boğan diken fakulun minha onu yanla göşeden. Fatul qani'a vel mu'tar. واستحب الشافعي وأحمد وأبو ثور الإشعار من الجانب الأيمن أن بولا طرفتن شخصا جب قناة بلغ قويماز دبتو يعني لوكسن بقند مجادن قنش ترتقى لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا ببدنه يعني ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن لوكسنين كي أشو yüzü var
Şu yerden kan akıttı demekçi. Summa salata damanha. Ondan o kanını onda sirvitip şu qirib chiqqan qanında sirvetsam da işte boyuldu. Ve qalladaha binalayn. Ondan ikki kash bilan bo'yniga asmasib qo'ydi. Summa rakiba rahilatahu. Ondan uluqini mindi. Falamma stawat alal bayda. Ondan tugise Rasulullah'ni elib bayda degan sayliqqa shakil to'xtagan chaqda ahalla bil hajj. Hajga talbiya bo'ldi. Amaliyotda biz talbiya o'lash nereden boshlaydi deganda tahqiq qilgan chog'imizda asli Zulhijja ihrom bo'lgan shu masjidni tatib talbiya o'lab ma'noda dedi. Yani bu majlis qanday kelgan desa, bular ba'zilar Rasululloh masjidga chaqda Rasulullahning qishtibatda bu talbiya o'lganini anglagan. Ketib yetishgan vaqtda u talbiya o'lab asha ketib nima qilganda. Yani ba'zilar ay baydaga kelib, shaydan tugin ravatsamda safarga ma'nodan chaqda talbiya to'lg'anini ko'rgan. Ko'rgan chaqda munda chaqda talbiya to'lg'an, undan to'lmagan deb turadi. Amaliyotda to'g'risi masjidda talbiya to'lmagan. Kechib kelganlar unda shu yerdan tatib ko'rib, rivoyat qilgan. Degan Abu Hanifa'dan qarashganimda sahibenin nima dedik-mi? Yani Abu Hanifa'dan kaya rivoyat, Şeyh rivoyat qilgan. Abu Hanifa ya bu to'gining beqini pichoq sanjib, bu hadiya tursa, pichoq sanjib buni qon iqtib, uni azoblab, uningda shaltaq qilib bir sat qilib qo'yib, bundan bo'lsa bo'lmaydi. Bunda qiz makruh degan rivoyatmi kelgan Abu Hanifa. Hatta ba'zi olimlar bu ini hadis kelgan tursa, bu o'zining qoidasi tursa, Abu Hanifa bundan qarshi qo'yman deb Abu Hanifa aytgashmi bo'lgan. Yani Resulullah nehâ'nın mutlak degan so'g'i. Demek hayvan olsun, bir canlılık olsa onu yani kesip, kışınıp bunda kılıştın tosqa. Yani bu umum bu ecbadetimiz şu çekilinde o da qaragan. Bu bir kelgan qarash. Yani bir qarashda, yani Abu Hanifa onda ishar qilishni, onda ina hadis kelgan ekan, uni inkor qilib turolmagan. Bu aslida sanje azroq bir qana qilsa shu qoidadan hadi xalqlarga qo'pollik qilib, uni chekida eshilgan bo'lib, uni pichoqni g'at sanjib go'shqini tiqib buni. Yani terisi onda bir nima qilsa unda kesvasi bo'ldi sanjib. Bu pichoqni g'at sanjig'andan ishiga o'tkazadi bu pichoq. Go'shtni zilaydi, uni qishnaydi, bu ortiqcha alaqa chekida eshib ketib bordi xalqlar. Deb bunda qilsang bo'lmaydi deb turgan. Va Abu Hanifaning inkor qilishi bu mush faoliyatning o'zini inkor qilmagan. Xalqni chekida eshib ketib qolgandan bu sadizlarga bunda ximma bo'ldi deb bunda to'sgan. Yani Tahaviy rivoyat qilgan bu qarash. Hadi şeytan onda taşatsa, simo kishi tashnatsa, xalq kashni ba'zini etib bordi, chekida eshib. O'sha bu hamda xalqlar chekida eshib ketganlikdan. Amma min ayna yusaqul hadi? Nereden tatib haydab mangiladi qurbonlar. Fa inna malikan yara anna min sunnatihi an yusaqa min al-hil. Halal joydan haydab opirmaysiz. Hadiya degan asli shu o'zing bilib mangilgan narsa. Yoki shay bir bo'g'icha tan yeningda ko'tarib mashing kerak. Birsiga hadiya olib mansang shu uyga kirib bo'g'icha yening bo'lish kerak-da endi. Yani bozorda olsangmi, lekin shu hadiya sunilgan kishining qishqa shu uyga kirgicha yeningda bo'lmasa hadiya bo'lmaydi. Shuning uchun halal joydan sen ilib mashing kerak. Haram dairasiga kirgan chaqda qishingda bo'lish kerak demak. ولذلك ذهب إلى أن من اشترى الهدي بمكة ولم يدخله من الحل أن عليه أن يقفه بعرفة. شو قال الإمام مالك مثلا حديثنا مكة أبطل. مكة أغاني كان bu hilni ilpamda bu. Xuddi bir kishiga sen hadiya qilmoqchi, shu odamning dukini qilib, shu odamning dukini minasini, shu odamga hadiya qilganda bir ish bo'ldi demak. Unda bo'lmaydi hadiya degan. Unda olga sen buni ilib chiqib, arpat bilan ilib chiqsan, arpatni bizning degan to'q halol doira, haram doira emas. Arpat chiqib, birli tug'izsa, tug'izib chesang, yana shu halol joydan haramdagi hadiya kelgan bo'lsa deb. Lekin arpat chiqmaydi. Yarlim unda qilsam bo'lmaydi. Va illam yafal fa alayhi al-badal mana. Unda qilmasa, shu uning o'rnida boshqani qo'yish kerak. Yani bu hisob bo'lmaydi demak. Va amma in kana adkhalahu min al-hil, endi halol yerdan ilib mangan bo'lsa, Makkaga kirgan bo'lsa, fa yustahabbu lahu an yaqifahu bi Arfa. Arpat chiqib tug'isi muchada mustahab bo'ldi. Lekin halol joyga faqat dasab qilmagan, shu Makkadan olgan bo'lsa-da, arpat chiqmasa bo'lmaydi. Va qawl ibn Umar va bi qala Layth ibn Umar radhiyallohu anhu Layth ma mush qarash naqton. Layth yani faqih Misr. Va qala Shafi'i va Thawri va Abu Thawr bula unda wuquf al-hadi bi Arafat sunnah. Endi hozir bu nakatda arpat tug'ish tumaslikka masalasiga. Arpat tug'ish sunnat va la haraj ala man lam yuqifhu. Yuqifhu bo'lish kerak-da bu. Kana dakhilan min al-hilla aw lam yakun.
Bu halal joydan akirgan bo'lsin, Makkadan sotib olgan bo'lsin, u Arafat tug'izmiz mayli bo'laverdi. Hech gap bo'lmaydi. Wa qala Abu Hanifa laysa tawqiful hadiy bi Arafata min as-sunnah. O sünnet işlerden emas bu. Yani kurbanlıkni Arafat'tımı ya tug'ish sünnet işlerden emas. Ona Mekke'ye kirib ya Mina'dan chiqib yo'lda da o'zi Arafat turib kasb bo'ldi o'lmas. Ve hüccet Malik fi idkhal al-hadi min al-hill ila al-haram anna Nabi sallallahu alayhi wasallam kadalika fa'al. Hadigan qanday oldi? Rasululloh qilgan bo'yicha qilsa, halol yerdan haramga opirish kerakdi. Rasululloh shunday qilgan buni. Yana xudu anni manasikakum dedi. Mana isfaliyatlarni men ugunlarni ilonlar dedi. Ve qala Şafii at-ta'rifu sunnatun mithlu at-taqlid. Ta'rif yani nima mishada? Arafat tug'ish arrafa yu'arrifu, awqafahu bi arafat degan. İşar ayat o'tagit bo'ldi-ku. Arafatda tug'ish ta'rif hamda belgi qilib buni qurbonlikda deb tunutish deganga mo'chib qoladi. Lekin bu yerda Arafat tug'ish masalasi ustida bahs qilyapti-ku. Arafat tug'ish shu bo'yniga issiqqa o'xshash sunnat. Wa qala Abu Hanifa laysa ta'rifu bi sunnah. Arafat tug'ish sunnat emas. Wa innama fa'ala dhalika Rasululloh sallallohu alayhi vasallam li'anna maskanahu kana kharij al-haram. Rasululloh nima uchun shunday qilgan? Arafatda turib qilgan desa, yoki hildin haramga ilib mangan desa, Rasulullohninki turdigan joyi Madinada bo'lg'achqa, halol doirada bo'lg'achqa, shu halol doiradan shunday ilib mangan. Yani turdigan joyi haramda bo'lgan bo'lsa, haramda ilib mangapti balki. Shunda udil kelib qolgan shu deydi. Wa ruya an Aisha radhiyallohu anha at-takhyiru fi ta'rif al-hadi aw la ta'rif. Yani bir şey tarif degan so'z ikki xil ehtimollarga bog'lab qilsa, ish'ar bo'lishi mumkin yoki Arafat tug'ish degan bo'lishi mumkin. Demak, Hazrat Aishadan odatda rivoyat qilingan ish'ar qilma o'xshash degan bor. Ibn Abbosdan shunday qarash bor. Balki odamda u maqsad qilgan bo'lishi mumkin yoki Arafat tug'ish tug'ilmas ixtiyorini degan bo'lishi mumkin. Endi qandalan bo'lmasin, hozirgi zamonda hadiyni o'zining tug'an joyidan Makkaga elib mashdan iborat bir sunnat. Yani Rasululloh bu shaklda qilgan-ku. Yani Rasululloh qilgan chog'da hadiya elib mangallabatdi, ammay mangallabatdi. Elib mangan ahvon ko'z tutsak, bunda elib mashdan iborat mush bir sunnat hozir tashlab qoldi. Hozir eng zodi hadis sunnatga eng amal qildim deb saklab chiqqanlar birasimi masalan da hadiya elib mangay deb qilganini anglab boqmadi. Ama bu ixtiyorlik ish. İhtiyarlık işte ama bazılar aslında tallap kıldığı işte bağı. Ne biçim ben tallap olmaydım bazı. Çünkü ters. O kurbanlıkını Medine'den ya Riyad'dan mesela. Maşının akı toçak kılınma mı kıysın. O Mekke'ye vargan çağda nerede koydu onu. Mina'ya çıkan çağda nerede bağlayıp koydu. Kim haber aldı. Kim ot binası tepirdi onunla. Onun şartını kim adalaydı. Bu bir mesele olan iken bunda ters sünnetten sünnet amal kılman diyen mayda qaqirganlarmi hep buda jimjit gap qilmay yo'qolib ketgan gap. Shu an ba'zi sunnatlarni bunda tinchlik qilib, ba'zini qilgan chog'da bu ayblashda sal saklamayroq qilsa. Bo'lmasa burunga qaraganda hozir yana elib minish qulay. Mashinaga bir to'chay bog'lab qo'ysam, ot o'tkazgan nimalar bo'lmasdan to'chayga ketadi. Bir soatda Madinadan Makkaga bir pulda. Aeroplan, yana atdan aeroplan bergan mesela o pul tapılağı şoğandı ki musabaqatlarını neçe 100 bin dolar төлep aeroplanı ötkeydi. Belki birer doktor billah onun. Ve amma mahilluhu yani mahalluhu desek mutlu fehuvel beytul atiq. Kur'an kerimden de thumma mahilluhu ilal beytul atiq diyorsun ama onun bardığın cayı şu kadimi beyt atiq diyen konu kadimi. Belki bunu Adem Aleyhisselam bina kılan bir iş mümkün. Şunun kadimi. Beyten de topan balasılar, mümkünce ölçep ketkendiken keyin İbrahim Aleyhisselam'a periştiler diye Allah Teala orunu gösterken. Ve idbawwa'na li İbrahim'e mekanel beyt. Şu beytin orununa biz joyga ko'rsatib qo'ydik. Mana bu shayimsa. Bir shayga sizlarda qaytib peş qilib kelib ketib turgan, qaytadigan joy qilib orunni ko'rsatib qo'ydik. Demek şu kadimi beyt mekçi. Kema qala Taala thumma mahilluha ila al-bayt al-atiq mana. Ondan onunki bardigan joyi kadimi beyt ki bardo.
وقال هديا بالغ الكعبة يعني بالآيات كعبة يتبردغن هدية قربان ده. وأجمع العلماء على أن الكعبة لا يجوز لأحد فيها ذبح. يعني كعبة إشدة demek ya. Ka'ba'nın işide ya ki mescidin işide desek mutlaka mescid haram bo'lgan namoz o'qigan mescidin işide ya da bo'g'izsiz bo'lmaydi. Ve kezalika el-mescidil haram mana. Ve anna el-ma'na yani Ka'ba'nın işide ve şu haram mescidde bo'g'izsan bo'lmaydi. Endi hadiyan balg'al Ka'ba deganda maqsad bu Mekkani ko'z tutganlik. Ka'ba 700 dan degani shu Makkaga demak. Mescidil haram deganda Makka maqsad bundadir. İhsanan minhu limasakinihim ve fuqaraihim. Bunun hikmet nima bu diyadan? Şu Mekke'nin fakir miskinlerine ihsan qilishdan iborat. Ve kana Malikun yaqul İmam Malik deydi ki innamal ma'na fi qawli hadiyan balig'al Ka'ba Mekke. Ka'ba deganda maqsad Mekke maqsadında debdi. Ve kana la yujuz liman nahara hadiyahu fil haram illa an yanharahu bi Mekke. Yani haramda bo'zlaydigan, qo'yan bo'zlayma, tugan bo'zlayma degan kishiga ya şu Mekke'de bo'g'izlaysa dedik. Mekke'de Mekke'nin sirtida jiyal bo'g'izlasan bo'lmaydi demakchi. Balg'al Ka'ba degan ekan, sen Mekke'ga yetkazishing kerakda. Hali Mekke'ga yetkazmay, Tan'inda jarana joy sirplam ya haramning dairasiga kirib bo'g'izsan bo'lmaydi dedi. Minada bo'g'izlasa bo'ldi. Çünkü Mina manhar dedi. Ve qala Shafi'i ve Abu Hanifa inna haraw fi ghayri Mekkeh min al-haram azzahu man. Mekke'de bo'lmasa haram doirasida Minada albatta uni isbot, lekin Minadan boshqa Jarana, Tan'im, Makkaning sirtama atrofida bizlarni bo'g'izsin bo'laverdi dedi. Ve qala Tabari, İmam Tabari bu o'zalda mujtahid bo'lib ketganlarning birisi. Asli İmam Shafi'ning o'zida bo'laymi? Keyin o'zalda mujtahid bo'lgan. İjtihad shunga oxirlashib ketdi deyilgan kishi. Yejuzu nahrul hadyi haythu sha'a al-muhdi illa hadyi al-qiran ve jaza' as-sayd fa innahuma la yunharani illa bil haram. Bu debdomda hediye alıp mangan kişi hediyesini nerede kurbanlık kesi buldu? Fakat lanamda Hacı Kıran'ın ve o oğlanın cezası kelgen kurbanlık olup kalsa bu fakatla haramda lan boğazında. Umumanımda fennahru biminan icma' min al-ulama ve fil umrati bi Mekke mana Hacı Kıran çağda Mina'da boğazlaydıqanlık emas amma alın ittifaq bunun icma'. Mina'da boğazlısı buldu. Ömürde Mekke'de boğazlısı buldu. İlla mahtalaf fi min nahril muhsar. Fakat lağımda kurbanlık ılıp mangan kişi yoldan toslap kalgan bolsa bu çağda nerede boğazlaydı degende ıslap buldu. Ömürde kurbanlık ılıp mangsa? Çünkü Resulullah Hudeybiye'de ömür kılmanda kurbanlık ılıp mangan. Kurbanlık hacılam emas yani ömürden buldu. Ilıp mangıştan. Lekin ılıp mangan bolsa zaten kurbanlık ılışı yok. Ve inde Malik'in innahara lil hacci bi Mekke'te vel umrati biminan ezzahu. İmam Malik hamda hacda Mekke'de boğazlaptı. Asli Mina'da boğazlaptı o. Ömürde Mina'da boğazlaptı. Bunda kısım meyli. Yani bu oranı almış ketip kalsı meyli demek. Ve Hüccet Malik fi annahu la yecuzun nahru bil haram illa bi Mekke. İmam Malik bu şu. Hediyini fakat Mekke'nin özde boğazlaysa dep turuldu o. Mekke'nin sırtındaki haram dairesi boğazsan bulmaydı dedi. Bunun asası Kavluhu sallallahu ve kullu ficaci Mekke'te ve turqiha menhar. Ficac gen şu turuq yani. Demek hemmesi şu koy boğazlanğan, kurbanlık boğazlanğan joy demekçi. Müşahhis delil qildi. Demek bunun mafhum muhalefetin bo'ldi. Mekke'nin sirti men haramas yana bir delil xitob chiqdi. Vastasna Malikun min zalika hadiyal fidya. Fidya olib qolsa, fidyaning kurbanlık olib qolsa, buni Mekke'de emas, sirtida qilsam bo'ldi dedi. Fa ajaz zabhahu bi g'ayri Mekke. Yani haram doirasida, lekin Mekke'nin sirtida qilsam bo'ldi dedi. Ve amma mata yunhar haramga atab ilib bağın kurbanlık kaçan boğazlığında degan masala. Fa inna Malikan qala in zabaha hadiyat tamattu'i aw tatawwu'i qabla yawm an-nahri lam yujzihi. Kurbanlıkını Arafat gününden keyinki gün Arafat turib bulab, asi kurbanlık ayetning birinchi kuni bo'lgan chaqda shaytonni tashitib bulab, andan bo'g'izlaydi. Shu kurbanlık günden ilgari bo'g'izlab qolsa adabun maydo deb qarabdi. وجوزه أبو حنيفة في التطوع. أبو حنيفة فرز هدينين كيشوندا يا نزرنا أما تطوع لبقاسا بلا ورد دبتا. وقال الشافعي يجوز في كليهما قبل يوم النحر. İmam Şafii özünün cahil yetkenliken bu. Eren ibadet. Bağın diken ilgiri boğazlasın buludu debta. ولا خلاف عند الجمهور أنما
udila min al-hadi bis-siyam annahu yajuzu haythu ash-sha. Cumhurning qarashida bu yuqorida o'tib ketgan masala o. Agar qurbonlikning o'rniga ro'za tutishni tanlagan bo'lsa, yoki shuni hisoblab qurbonlikni taomga sundirib, taomni ro'zaga sundirib, bunda qilgan bo'lsa, ro'zani na tutaz bo'ldi degan. Chunki ro'za arabning faqir miskinlari bilan munosabat, o'ziga munosabat. لأنه لا منفعة في ذلك لا لأهل الحرم ولا لأهل مكة. حرم أهلها ياك مكة أهلها إيش قندها فايدة سيوقهم. وإنما اختلفوا في الصدقة المعدولة عن الهدي. يعني بهذا اختلاف بغنا قربانلقның орныга садык берәй дип, таам берәй мәсәлән. Я садык берәй дип, шунда исәпләп бер нәрсә бәмәкче булган булса, бунда ихтилаф бар иде. Фаҗумһурул улама ала аннаha limasakин Мәккә вал Харам. Köpçük alimlar bu asli hediyenin bedeli olan iken Mekke'nin miskinleri, fakirleri yoki haramning fakirleri için umuman deb bunday qarab. Liannaha bedel mana bedel olan min ceza sayd allazi huwa lahum. Çünkü bir yerde feceza muslima qatala min an-na'mi yahkum bihi dawadlim minkum hadiyan bal aw kaffaratun ta'am. Dawan iken qurbanlıkning o'rniga belgilangan taom bo'lgan iken bu as qurbonlik o'ninki jazosi bo'lgan ekan. Buni Alloh taolo hadiyan balg'al Ka'ba degan ekan. Mush tamoqni mo shu Makkaga olib borib, undan berish kerak dedi. Hajda chuqur bu chutib va tashitib ilgari keyin qilsangiz mayli dedi yana. Masalan, chutishlar qurbonlik bo'lsa, ilgari keyin qilsa mayli dedi. Hadisga asosan. Ana hatta yabulg'al hadi mahalla degani aş Mekke'ye herhangi beriştin ilgili verip boğucu diyenini bildir. Zaman Takdirde olmasın abi şirketi. Şöyle diyen kararda çırpılama şimdi. Diyen kararda del udulkenmeydi. Bu şirketli kandaklı oldular. Mesela 1 milyon kişiden kurbanlıkta pul yığdı. Yıktan bolsa şu kurbanlık günü kurbanlık kılışkı başlaydıgan çağdın tahtı. Kurbanlık kıldığan zavut var. Şu zavuttan boğuza oturdu bana. Baş boğuza otursa 1 saatin içinde 10 mağını boğuza buluş mümkün. 2 saatte yani 10 mağını. 3 saatte yani 10 mağını. Diyendek ya her 5 saatte 100 mağını boğuzlamdı. Bunda boğuzlam mağını da. Lekin hamda muşanın içinde bu hazır kimnin boğuzlanıp oldu, kimninki tehe öçere saklap turvatıdı o namalım. Bunda bir azrak egzipaslik var. Lekin bunun da bak bunu tayinlab vaqt soati uzunlab ulash ta'sir bo'lgan ekan. Hozir olimlar mayli deb cancel qilib qo'ydi. Bo'lsa shu kuni aldirab ketmaydi. Shuna qurbonlik pul o'tkazib qo'yganlar. Aldirab ketmaydi. Shu kuni kechrak tarafga to'g'rilab, unda ehramdan chiqsa yaxshi. Chunki qurbonlik bo'zilib bo'lgandan keyin undan ehramdan chiqqan shekil. Lekin Aşinasının yani 4 iş var o. Şeytanı taşıtış, çatçütüş, ondaki kurbanlık kılış, tavafını ifade kılış. Mesela bu işin kimde biraz ilgili kim bulup kalsa, hiç vakası yok diyen bir kaide çıkanın. Resulullah'ın ki efal ola harac diye hadisi asasın. Dağılan iken alimler kurbanlıkta keşif kalan bolsun meyle ihramdan çıkkaç dursa, ilgili kim bulaş bir kençilik kılıngan eş defa. Ve ama sıfatun nahri, kanda boğuzlaydı buna, biz nahrini galının en tüven tarafından boğuzlaş, beden tarafından boğuzlaş dedik. Zebhini kallı tarafından, yukarı tarafından boğuzlaş dedik. Yani bak kallının ahvalı bayan kılgaçta nahr diyen sözünü işletiyor. فالجمهور مجمعون على أن التسمية مستحبة فيها لأنها زكاة. Yani kanda boğuzlaş meselesi gelsek, bu da elbette Allah'ın namını ataş müstehab. Yani sünnet bunlar. Allah'ın namını ataş. Hatta da Allah'ın namını atamagan mı bazı mezhepte hiç bulmaydı o diyen. Onu tukalıp olsun ya severliktim olsun, atamagan olsun hiç bulmaydı diye var. Bazı alimler وَلَا تَكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ. Evet bu tartışma mesele. Lakin Allah'ın namını ataş müşahede sünnet eş. وَمِنْهُمْ مَنْ اسْتَحَبَّ مَعَ التَّسْمِيَةِ التَّكْبِيرِ. Tekbir düşürüştü mü? Müstehab paralı var. Bismillah, Allahu Ekber dese işkisini cem degen buldu. Allah'ın namını ataş müşahede. Kurbanlıkta, koy bozduğunda. Bir cannemde, katlı kıygan çağda Allah'ın namını ataş. Allah'ın ruhsatını, kanunu, şu maddesi asasen, şu belge ruhsatı asasen seni boğuldum mesela. Kudda cinayeti götüreşleri gire. Hükümlü bir okutup anda atılga. Şunu okşaş, cekalı etip andın icra kılıçlı ibaretim. Şunu ataşına vacip deyişi mümkün. Çünkü şunu atımısa halal olmaydı da. Yani enet asimde yok. Lakin mezheblinin arkalı karışları bağımlı onun. Onun üstüne Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o
Vezkur ismallahi aleyhi. Ama savaf dedi. Buyruk mu abi? Buyruk vaciblikini bildirdi deyiş mümkün. Yani tekbir ne uçuyon dese tekbir. Burun kurbanlıqını her xil butluğa her xil nimelge atab boğuzlaytı o. Bir adam Allah Teala'nın bir xil uluğla. Başka nimelge qarata bir xil inkas qaytırıp koyaş. Cihatten tekbir uçuyon. Ve yustahabbu lil muhdi en yeliye nahra hadihi biyedihi. Erengi atab kurbanlık ilkeyen kişiye özden aç kurbanlığını öz koluyla soysa şu yaxşı. Resulullah'ı öz koluyla soygan. Qağındandan Hazreti Ali'ye semman soygat digemez. İbn Ömer mo öz koluyla şu Resulullah şunda qılıp edip öz soygan. Ve in istakhlafa ajaza. Onun ornida bir adamni o'rlashtirib ma'ni qilib desin bo'ldi. Va kadalika fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam fi hadihi. Rasulullohmi o'zini bo'g'izlagan Hazreti Ali'ni o'rinda to'zib bo'g'izlatqizgan. Va min sunnatiha degan mishada tuguninki nahr qilinish, yani sünnet-i nahr'il ibilmiş. Tügünün boğuzluş kaidesi sünnet şekli Resulullah kanda boğuzluğan dese, muşunda boğuzluğan dediğin sünnet şekli kanda en tunhara qiyaman. Örtüğüzüp koyup durup gelinin tüven tarafıdına, beden tarafı tutaşkan bunda yerden mişadın boğuzlaş. Bunda üstüdemez. Üstüdün boğuzsa zerf oldu. لقوله سبحانه وتعالى فاذكر اسم الله عليها صوافة. Munda qildi Allah Taala deb Allah Taalaning ne'matini tonishtirgan ekan, andan unda bo'ldi ekan, shunga Allohning ismini uningga atanglar dedi. Qanday holatda savofa degan qaimat degan bo'ldi. Qaimat bo'lgan ekan, bu bir necha bo'lgan ekan, qata tizilgan bo'ldi-ku. Qata tizilgan, o'rtug'izilgan holatda degan bo'ldi savof degan. Anda holatda andan bo'g'izlanlar demakchi. Yani Allah'ın namını atab, örtüğüzü koyup durup, qata tizip, boğuzlanlar demek. وَقَدْ تُكُلِّمَا فِي صِفَةِ النَّحْرِ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ. Bu boğuzlaşının qanda türde, qanda şekilde bulduğanlığı Kitab-ı Zebaih'te bayan kılın dedi. Demek nahr degan şu üstün taraf mı, astın taraf mı? Bunu degen kildi o Zebaih. وَأَمَّا مَا يَجُوزُ لِصَاحِبِ الْهَدْيِ مِنَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ وَبِلَحْمِهِ. Hem de bu kurbanlığın atab ekagen kişi şu kurbanlığınınki göşe ve başka neslerden faydalanış meselesi kelsek فَاِنَّ فِي ذَلِكَ مَسَائِلَ مَشْهُورَةً. Nece mesele var? أحدها هل يجوز له ركوب الهدي الواجب أو التطوع. Verem de şu kişi öz atığan hadisini hacga ketib etib minisi bulamdı, harzacı olsun yoki naplacı olsun mesela. فذهب أهل الظاهر إلى أن ركوبه جائز من ضرورة ومن غير ضرورة. Lazım olsun, zorunlu olsun, minisi bular çatak yoktu. Ve bazıhum evcebe dalik. Yani bazılar minisi vacip de pardama, evcebe dalik diyene minisi vacip de paramış. Ve kere cumhur fuqahal amsar rukubaha min gayri darura. Zorul bulmasa miniş mekruh de parda köpçülük alındı. Bunların delili ve akhrajahu Abu Davud an Jabir radıyallahu anhu ve qad su'ila an rukubil hadi faqala semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul irkabha bil ma'ruf إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. Sen hediye emas bir ulaqni tapqan qadar zörül tepilsa, sen mecbur bo'lib qalsan, uni o'z loyiqida muvofiq mingan. Baklamamda va qadin chiqarib o'tmagan holatda, charchatmagan holatda, ana uni ba'zi narsani qattiq minivasa, ulab qoldigan ayol bor. Masalan, otni bak chaptirib, bir qandadim qilsa, yo so'rishdi gidasi qilib qalsa, ulud ayol. Yo bak chiqib, adi qolmay chiqib ketsa, keyin qopolmay ulab qoldiganlar bor. Yo shunda vayron qilib o'tmay buni. Muvaffak şekilde insan buldu diyen. Bu İmam Müslim rivayet edilen sahih hadis. Ve min tariqil ma'na, ma'qul taraftan aqli delil, ennel intifa'a bima qusida bihil qurbatu ila Allah Teala manahum mefhumun şeria. İslam şeriatının ruhine pessa ahkamlarını gözden geçirsek, İslam şeriatida Allah Teala üçün taqarrub gözde tutulgan, yani ibadet üçün kılıngan bunda bir qurbanlık, bundan bir narsa bo'lib qolsa, yani Allah Teala atalgan, Allah üçün qurbanlık berildigan bir narsa, yani mal olsun, başka narsa bo'lib qolsin. İslam şeriatida bundan foydalanish cheklandi. Gözden keçirdigan bo'lib qolsa, mush mazmun chiqadi demak. Yani bu zörül bulmagan ahvalda albatta. Ama zörül bo'lib qolsa, dururat tubihul mahzurat degan dairda mayli demakchi, jumhurning dalili. Yani zahiriyli çoğu insan bulardı har qanday ahvalda zörurat bo'lmasin deganlar, bu Abu Hurayraning hadisini dalil qildi. Imom Malik rivoyat qiladi. Anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ra'a rajulan yasuqu badanatan faqala irkabha. Mana bir tuga hadiya qurbonlik aydab ketayotgan kishini ko'rib,
Özüm pişadi ekan. Bu ayda minibdi. Minib olgan deb. Faqala ya Rasulullah innaha hadyun, innaha badanatun. Hadisning lafzida innaha badanatun. Badana demakchimi shada shu hadi qurbonlikqa atab ilib mangan to'ga demakchi. Faqala irkabaha, ya'ni minib olgan, yana badana, yana minib olgan, yana minib 3-chi qatimda ondan irkabaha vaylak degan. Ikkinchi 3-chi qatim oxirgi. Vay isiz sana yoki mening gapimga chimisan, menda vay is qolsa. وأجمعوا أن هدي التطوع إذا بلغ محله أنه يأكل منه صاحبه كسائر الناس. في هذا الإجماع كأجمع مثلا نبل أجمع مثلا يعني نبل ömrünün vacip değil Allah mesela. Bunda ahvalda herhangi atap elip mangan kurbanlık olsa, bunun kurbanlıkla ilgisi başka kişilerge okşaş, aşının göğşüdün yiyse caiz buldu. Hadi vacipta talaş tartış var. Hadi vacibini bayan kılandı, kılmandı bunun ikinde. Ve ennehu izâ ataba qabla en yabluğa mahillahu kulliye beynehu ve beynen nas ve lem ye'kul minhu. Leki yolda kitap atkandı çoğu. Tekeremge yetip amada. Yolda kitap atkan çağda yıkıldı ya muammay buldu. Pişak sürüşke layık olup kaldı bu. Ataba diyemiş ya da asasen şu pişak sürüşke layık olup kalgan. Kadın çıkallıkını buldu. Bu anda ağırıp kalgan, yetip kalgan ne demek için? Bu çağda şöyle pişak sürüyor, bozdu da hani şu yerdeki kahlarga ilgiz ötüdü bunu. Özü yemeydi demek. Yolda kitap atkan çağda. Ama oruna verip olgandan keyin, herhangi verip olgandan keyin o'zi yesin bo'ldi. Joyiga yetib qolmadi bu diye. Yo'lda ketib o'tdi. Wa zada Davud wa la yut'imu minhu shay'an ahla rifqatihi. Ham Davud zari hatta hamrolarga undan bermaydi deb. Hamrolarga yegizmaydi. Bir karvonda ketib qolgan bo'lsa bir abtuzdamas. Bilmagan hamrolarga yegisi bo'lmaydi demak. لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدي مع ناجية الأسلمي وقال له إن عتب منها شيء فانحره ثم أصبغنا عليه في دمه وخل بينه وبين الناس. Naciye el-Aslami radıyallahu anh'dan hediye evlatı baremgen. Bunun yolda kadın çıkalları olup kalsa, bunun şer boğuzu var. Ondan iki tuyuqını kanğa, putunu kanğa milap, ondan işte koyup bergen demek. Ana putunu kanı boyaş ne üçünse mağavam da hediyette de puturuşun buluşun. Davud Zahiri de bunun sırtıda da düşengenge. Ömriyat onda ama çıkmaydı ama bayından da sıkıntı. Naciye el-Aslami'den bilmangan bolsa onun az sırışı mümkün. وروي عن ابن عباس هذا الحديث فزاد فيه. ابن عباس رضي الله عنه مش حديث من ده رواية قمت ذكر من ده آخر ده من ده أرتق باكن ولا تأكل منه أنت ولا أهل رفقتك. داود زارينا وانا أساسا ما من ده أرتق كاجان سمو إيمان سملا همرا بلا منغلم إيمسون دبتو. وقال بهذه الزيادة داود وأبو ثور يعني مشولا مش زيادة تتقان. Hem de ihtilafu fîmâ yecibu alâ men ekele minhu. Hem de şunu yep kaptamdı. Yemedi de o, yedi. Yiyen bozdum bulmakçam onunla. Fekâle Malikun in ekele minhu vecebe aleyhi bedeluhu. Özünün kurbanlıkta yerim yolda kadın çıktı. Şunu bıçak süretti ona. Bıçak süretkendiken şu hakkını olaş bunu yaptı şu an. Yiyendiken bu kanda kılış gerek bu adam. Onun bedeli vacip bulu doğru. Yani onun orada bir kurbanlık kılış gerek demek için ya ki onun yiyinine layık bir narsa bedel tutulış gerek. İhtimallık var bir adam. Bedeluhu diyene kayıtta birsin boğuzlaydı diyen buluşu mümkün. وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وابن حبيب من أصحاب مالك بولا يعني جمهور أساسا عليه قيمة ما أكله أو أمر بأكله طعاما يتصدق به يعني يتصدق به بولا يجينك لايق أشلق صدق ورشكراك يعني başka emralarga man yiginde buyurgan bolsa şoňa laýyk nikildi demek. Yani bu emara be eklehi digene hazır emraları yemeýdi digen ahvalda emraları ýanly digen buyruk asasen demekçi. Ama cumhurun karşıda o öz yemeýdi digen başka emraları etmeýdi. Lekin bu hamda eşki buyurgan bolsa bu cumhurun nazarda bu buyrulguçylar o hediyni atygadan başgaly bolgan eken mel bolar toň satyp boldy. Yo özü yep qalsa deýle hazırmyşa. Özü yep qalsa şu yiginiňe laýyk mesela 1 jing yapdymy 1 kilo yapdymy şunun kymmatyda açlyk sadyk ötüdi. Yani ya buyursa depdi. Bu buyursa aslında sadyk bolmasy gerek. Zaten şu kişilerge ýanlaman diş gerek o. Unda demese ol imeýdi. Waruya dalka an Ali وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وجماعة من التابعين مشلانın karşı iken bu.
Yani köpçülük alanlarına karşı değil. وَمَا عَطَبَ فِي الْحَرَمِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ مَكَّةَ فَهَلْ بَلَغَ مَحِلَّهُ أَمْ لَا يَاكِ مَحَلَّهُ أَمْ لَا. Yani o Haram dairesi biripti bu. Haram dairesi birip, lekin Mekke'ye de kirmepti. Şu aralıktandan bir surati g'olib ketib qolibdi. Bu chaqda bu joyiga yetgan bo'lamdi, bo'lmamdi. Fil khilafu mabniyun alal khilafil mutaqaddim. Yuqorqa talashga agishib, munda yani talashtash ban. Alal mahallu huwa Makka aw al-Haram. Bu mahalladir. Shu qurbonlikni yetkizadigan joy. Makka mo, Haram doirasimi? Bunu belgilashda ixtilof bo'lgan ekan, yana ixtilof chiqdi. Wa amma al-hadyul wajibu, ya mana hadyul vojib ham keldi. Yani farz ekan, shunami? Yoki umr vojib deganimizda shunga din ilm bo'libdi, yoki o'z nazar qilganmizdan bir hadiy yoki masalan uning jazosi ekan deydi. U vojib ediyor. Ediyem balgal Kaaba. Bunda bo'lib qolsa, idza ataba qabla mahallihi joyiga yetishdan, haramga yetishdan deydi. Haramga yetgandan keyin Makkaga yetish Allohning mutlaqqa. Joyiga yetishdan ilgari pichoq surish kerak bo'lib qolsa, fa inna li sahibi an ya'kula minhu li anna alayhi badalahu. Chunki bu vojib bo'lgan ekan, buning badali vojib bo'ldi-ku. Ma'va bikolib ketsa, badalini qilish kerak. Biz nazar qilgan bo'lsa, ma'bris kadin chiqdi. Uning o'rniga ham bizni qurbonlik qilish kerakdir. Undan keyin uning badali hamma bor. Balki buni yavasi bo'ldi. Wa minhum man ajaza lahu bay'a lahmihi wa an yasta'ina bihi fil badal. Yani ba'zida uning go'shini setib, onun pulini yig'ib, tayyorlab, yana o'zi azroq pul qatishi mumkin. Bir qurbonlik uning o'rniga erishda ash puldan foydalansa bo'ladi debdi. Wa kariha dalika Malik. Imom Malik undan qisqasi yaxshi bo'lmaydi deb makruh deb qarabdi. Yani sen nazar qilgan narsan, ana pulisini, yani pulni solding degandek. Vaqtalafu fil akli min al-hadi al-wajib idza balagha mahallahu. Endi bu hadi ma'qul shu. Haram dairasiga deyli. Haram dairasiga ba'di. Bag'anniki yeysi shu. O'zining atgan hadisining vojib bo'lgan hadining go'shidan yeysi bo'lamdi bo'lmamdi. فقال الشافعي لا يؤكل من الهدي الواجب كله ولحمه كله للمساكين. Vacib bo'lgan hadinin go'shini yeysi bo'lmaydi. Uni go'shtiramasa faqir miskinlarga. وكذلك جلّه إن كان مجللا جل degan egar to'qimlari. Egar to'qimlarni mo ishlatsa bo'lmaydi. Uni sadaqa beradi. Hazrat Alining hadisida, Buxoriyda hadisda Rasululloh qurbonliklarini bo'g'izlab nima qilishga buni buyurganda, uning go'shtlarini taqsim qilishga buyuribdi, taqsim qilyapti. Egar to'qimlarni mo taqsim qilishga buyuribdi, uni taqsim qilyapti. So'yishab bergan qassobga uning go'shidan, ya'ni bir narsa bermaslikka buyurdi degan. Lekin shu qurbonlikni so'yib bergan qassobga shu go'shtdan ya shuni egar to'qimlarni bir narsa shaqilada shuning bir parchasini bermaysa demakchi. Qurbonlikni terisini shaqilada bersak bo'lmaydi. Chunki qurbonlik Alloh uchun otidan san. Otidaniki uni terisini san yandirib olgandek unda qilsan bo'lmaydi. Haqiqatan unda agar bu qurbonlik qiyos qilsa bo'lmaydi. Haqiqatan undan nas kelmagan. Degan qurbonlikqa ko'pincha qiyos qilinadi haqiqatan. Va kadalika jilluhu in kana mujallalan va na'lu alladhi qullida bihi. Hatta bo'yniga asqan ash kashnimi, ashunimi sadaqa qiladi debdi. Va qala Malik yu'kalu min kulli al-hadi al-wajibi illa jazaa as-saydi wa nadhr al-masakin va fidyat al-adha. Mushu ishtaasidan boshqa vojib bo'lgan hadiy bo'lib qolsa yeysi bo'ladi debdi. Va qala Abu Hanifa la yu'kalu min al-hadi al-wajib illa hadiy al-mut'ati va hadiy al-qiran. Aytmatola qironning chiqishininki sababidan vojib bo'lgan qurbonlik bo'lib qolsa, shuni yeysi bo'ldi, boshqasini yeysi bo'lmaydi. Mushu aytmatoninki bo'ldi demoqchi yeysi bo'ldi. Ittifoqa. وعمدة الشافعي تشبيه جميع أصناف الهدي الواجب بالكفارة. İmam Şafii bütün vacib hadinin hamının go'shini kapparat go'shga o'xshatibdi. Kapparatning esi bo'lmaydi. Unda o'rniken va boshqa esi bo'lmaydi. Endi kapparat degan bu o'zining qilmish sababidan kambag'allikqa yetkazish kerak bo'lgan narsa. Undan uni o'zi ishlatsa bo'lmaydi. Lekin bu İmam Şafiining bu nimasiga oyatdagi aniq nas zitin. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرِ. Yani burada أَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ. فَكُلُوا مِنْهَا diye ruhsat var mı? Onda umum kepareti okşatması bulmaydı.
Ve amma men farraqa ikisi o'xshamaydi deb ayirib, ma'ning bu isi bo'ldi o'zi, ma'ning isi bo'lmaydi deganlar. Falana yazaru fil hadi ma'nayan. Chunki hadi deganda atagan qurbonlikda ikki ma'na chiqib turdi deydi. Biri bu yangi boshlarni ayrim bir qilgan bir ibodat. Yana birisi bir xil kapparat mazmuni bor buningda. Ikki xil mazmun bor, ikki xil ma'no bor buningda. Ve ahadul manayni fi ba'diha azhar. İki ma'noning biri yana biriga qaraganda sal aniqroq, jalliqroq deydi. Hadil vacibning isi. Hadil vacibning. Chunki masalan ijtimatning mu'anim desak, bu bir nuqson bor. Nuqson bo'lganiki, nuqsonga qarta bir kapparat tuzilgan binoz deb qarsak, bu kapparat ma'nosi bor. Lekin yana bir tarafdan bu nimaga hadiya qilay deb ilmlangan hadiya. Unda ekan bu hadiyalik ma'nosi bor, kapparatlik ma'nosi bor. فمن غلب شبهه بالعبادة على شبهه بالكفارة في نوع من أنواع الهدي كهدي القران وهدي التمتع. demek her bir şu hadi القرanda, hadi temattuda mesela her bir de bunundaki hediyelik süpti kuşlu, kaparatlık süpti qaraganda dep manda taglib qasa, şunu kuşluk dep qarasa bu çağda iyisi buldu deydi. وبخاصة عندما يقول إن التمتع والقران أفضل لم يشترط ألا يأكل. مثلا بلام تمتع ولا قران أن أفضل حج قلش شولة دب قرغلا أن أفضل olan ki onun noksan yakın yolatmayımız noksanlık diyen nas yok bunun da deb qaragan bolsa bu çağda yemeslik gerek degan şartlar biz qo'ymaydi deydi. İyisi bo'ldi degan gap chiqdi. لأن هذا الهدي عنده هو فضيلة la kaffaratun tadfa'ul uqubata. Çünkü onun nazarda bu qilingan hadiya hozir o'zligidan, yenidan fidokorlik qilib hadiya olib mangan bir fazilatga iborat. Bu bira nuqsonninki kaffarat emas. Yani xuddi bu ijtimatda eng afzal ajning bir sitti. Rasululloh bundiki aj qilib qolsam shunday qilaman degan. Undan men shunday qilay deb hadiya olib mana shu sunnat deb qarab qilgan bo'lsa, bu chaqda kaffarat bilan munosabatsiz bu. Va man ghallaba shabahu bil kaffara qala la ya'kuluhu. Kapparatga bakarak o'xshatdi deganlar, unda is bo'lmaydi dedi. Littifaqihim ala annahu la ya'kulu sahibul kaffara min al kaffara. Chunki olimlar ittifoq qilgan. Kapparatning egisi shu kapparatning isi bo'lmaydi. Masalan bir kapparat keldi. Bu kapparatni bergan kishi shu tamoqni emasdan, ya qurbonlikni taqdim qilgan chaqda o'zini birga o'tirib bo'lash shuni 60 miskinning misolab masalan. Ya'ni yishpasi bo'lmaydi. Fakat lan mesela bu kaparanı verip de o miskinin koluğu tekip keyin aynı bazı bir sol selamı bulup kılıp keyin şu adamın öyle kapqagan bolsa huwa laha sadaqa ve lana hediye degan tariqida bunun söz gerek qilishi mumkin. Ammo o'zi bagach birga o'tirib yapasa bo'lmaydi. Walamma kana hadi jazaa as-sayd. O tutqanlıqdan kelib chiqqan jazoga qarta berilgan qurbonlik bo'lib qolsa va chachchi yutayotgandek bunda avvalga kelgan bir fidyaning qurbonlik bo'lib qolsa zohirun min amrima bu ikkisining ahvolidan aniq chiqib turganda bu kaffara ekanligi aniq chiqib turdi. Lam yaxtalif haula al-fuqaha fi annahu la yaqul minha. Shunda aniq chiqib turganda ekan unda his bo'lmaydi deganda ittifoq qildi. Yani bu kapparat olan ki onun iyisi olmaydı. Qala al-qadi yani İbn Rushd faqad qulna fi hukm al-hadi. Yani biz yuqorda bu hadining hukmida cins qanday oldu, yeshi qanday oldu, qanday haydab apirimiz, qanday asimiz degandagi hukmni bayon qildik. Ondan qaysi joydan tartib olib mangdi, nega apirdi degan zaman makan shartlarini bayon qildik. Qanday bo'g'izlaydi? Mesela o'rta uzib dedik-ku. Qanday bo'lsa süptini, anda onun terisi ya go'shidan foydalanish masalasini, yegar to'qimlardan foydalanishni bayon qildik. Va dalika ma qasadnahu vallohu muwaffiq lis-sawab. Biz shu babda bayon qilmoqchi bo'lgan masala mushulitda vallohu muwaffiq lis-sawab. Va bi tamam al-qawl fi hada mushu masalalarda bahs qilishimiz tamom bo'lishi bilan bizning mush kitobda qilgan planimiz bo'yicha, tartibimiz bo'yicha tammal qawl fi hada al-kitab مش كتاب الحج ده جاب هذا تمام بولده. هذا الكتاب يقول كتاب الحج بحسب غرضنا منطق مناسب للمسألة بس كلمز جان شو غرض جان مناسب لك على التابع كلام الله. ولله الشكر والحمد كثيرا على ما وفق وهدى ومن به من التمام والكمال. وكان الفراغ منه يوم الأربعاء 9 من جماد الأولى الذي هو عام 84 و500.
Bu Kitab-ül Hac'ni 584-yili Jumadil Ula'da 9. günüde çarşamba günü ekan bu. Shu çağda tamam bo'ldi. Va o juz'un min Kitab-ül Mujtahid allazi wada'tuhu mana. Bu men yozgan Bidayat Mujtahid degan kitobning bir parchasi bu, bir qismi. Mundu azyada min 20 amin aw nahwiha. 20 yil ya 20 yil atrofida shuncha vaqt ilgari yozib bo'lgan Bidayat Mujtahid degan kitobimning bir qismi bu. Demak, Bidayat Mujtahidni yozib bo'lib 20 yildan keyin va Kitab-ul Hajni yozib qistirib qo'yibdi uni. Shu bu Kitab-ul Hajninki masalalarni bayon qilishi maktabning umum uslubiga sal o'xshamay qolgan yeri bor. Sal egizbachlik va tartib jihatdan sal qaymaqonchilik bo'lib qoldi. Balki endi mushun bir kam qolganda to'liq o'tay deb umrining oxirida aldirab yozib o'tgan bo'lishi mumkin. Bunda bo'lsa muallif bu Kitab-ul Hajni ayrim bir kitob qilib yozay deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Ayrim to'liq bir kitob qilib yozay deb uni qo'yib turib, ana yozgandan keyin andin unda uzun, keng doirada qilib yozib bo'lmadikmi? Men aldirab bo'lsam to'liq o'tay deb to'liq. Qanday kitob yozib baxsanglar, shu chaqda bunda ahvollar duch kelasizlar. Har xillamda ahvol bo'lib qoladi. Walhamdulillahi robbil alamin. Kana radiyallahu anhu azama hina ta'lif الكتاب اولا الا يثبت كتاب الحج. İmam İbn Rushd yani o'zini demakchi, o'zi yozgan bo'lsa o'zini demakchi, agar shoir yozgan bo'lsa ustozini demakchidir. Ibn Rushd radhiyallohu anhu aslida bu Kitab-ul Hajni bu kitobga kirgizmaslikni o'ylagan deydi. Yani Kitab-ul Hajni balki ayrim kitoblar deb o'ylagan, keyin thumma badalahu ba'du fa athbatahu. Keyin endi shuni kirgizitaya deb menda bir qaror qilib shundan shuni kirgizishni muvofiq ko'rib, shuni ichiga katabatdi dedim. Mushunlarning Kitab-ul Haj tamom bo'lgan bo'ldi. Vallohu a'lamu bis-savob. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.